67. O'dg'irmish o'gdilmishga dunyodan yuz o'rib, bariga qanoat qilmoqni aytadi. O'dg'irmish javob berib shundoq dedi. So'zlaringni angladim, endi javobini angla. Sen aytgan bu so'zlarni kimdi-kim o'rgansa, bu dunyoda orzu tilikiga erishidi. Va lekin tirikchilik yeb ichishdan iboratmi? Ey dana olim, oldi bilan buni bilish kerak. Kishi shuncha mushaqqat bilan mol dunyo yig'ib, uzun yashayanmasa, mol dunyo yig'ishning nima hojati? Odam bu dunyo melini tilab yugurib yursa, toat ibodat ishi to'xtab qoladi. Bugun sen meninkiga kelgandan beri ibodatlarimning hammasi qilib qoldi, qara. Faqat bir odam bilan orlish uchun shunchalik ziyon bo'lgan ekan, qo'y zo'rlama. Men shahar kentga kirsam, barliq so'z harakatlarim kishilar bilan bo'ladi. Toat ibodatlarimni qandoq ado qilaman? Bu jihatdan menga ish yepilgan bo'ladi. Yoshligimdan o'tib ketdim, bugun qeridim. Endi Xudoga ibodat qilish bilan yashashim kerak. Behudilik tarafga qayta yenish menga yarashmaydi, ey mehribon kishi. Bilimi daryoda kang donishman qandoq yaxshi ta'lim bergan. Buni tushungin, ey ko'ngli tuz. Yigitlikingda qiyirlik uchun ishla. Qiyirganda kuchdan qoladi, kishi uningga ulgurmaydi. Yigitlikda Xudoning ibodati uchun oldira. Qiyirganda buni yetarli qilg'ili bo'lmaydi, buni bil. Kichik vaqtingda ish harakatingni yaxshi qil. Qiyirlik yetganda bu o't o'chidi. Qara, yigitlik mezgilida hamma yaxshiliklardan o'z hassisini olsa, qandoq yaxshi bo'ladi. Qara, kishi qiyirganda yigitlarcha ish qilib, bema'ni bo'lsa, nima degan yarashmaydi, ha? Dunyoning narsalari tiriklik uchundir. Tiriklik tugasa, mol dunyoga ehtiyoj tugaydi. Mol dunyo to'playman deb bu tiriklik tugaydi. Nafas uzilsa, buning kimga qoladiganligi aniq. Sen aytgan ali xizmatini qilay, do'st birodar va xalq xulqini o'rganay. Oxiri o'lib ketsam, buning nima foydasi? Sana ikki bo'zdan boshqa tegadigan narsa yo'q. Shunchalar ko'yib pishish, muzlab titrashning ikkili muddaasi bor, ey mard musulmon. Biri bu dunyo meli bilan o'zingni yuqori ko'tarish. Yana biri elde so'zing o'tadigan bo'lish. Bu ikki narsaga erishib o'lmaydigan, mangu yashaydigan ish bo'lsa bak yaxshi edi. O'lim mendan bu ishga halovatni tortib oladi. Shundoq ekan, bu dunyoni nima qilaman, ey bilimdon? Yaxshiliqqa har kuni ortib borsa, bu baxtli kishining belgisi bo'ladi. Kishi agar baxtsiz bo'lsa, kishini sovutadi, qiyirlik mezgilida qiliqi buziladi. Bilimi kang donishman bak yaxshi aytgan. Ey xushchiroy, buni sen angla. Qancha yuksalgan siri yomonlikni qo'yib, borgan siri yaxshi bo'lsa, bu kishining baxtli bo'lganidir. Qiyirg'andimi havas kaynidan yugursa, bilginki bu tamoman baxtsiz kishining belgisidir. Bu dunyo orzularini qo'lga keltirgan, o'ziga temir qal'a tura yasatgan kishi qani? Bu dunyoni egilab, qora qushga minib, ko'k osmonga chiqqan ashu yomon ish qani? Xudoman deb da'vo qilgan, Xudo tarafidan dengiz tegiga g'arq qilingan mal'un qani? Bu dunyo mollarini to'plagan va mollar bilan billa yer qahriga kirib ketgan kishi qani? Sharqdan g'arbgacha yurish qilib, Allahni egilagan dunyo begi qani? Tayiqi, ya'ni hosisi yilon bo'lgan, dengiz yerilib o'ttirisidan kechib o'tgan kishi qani? Pari, qushlarga va odami zotga hukmronlik qilgan u odil shoh qani? O'liklarni tirildirgan kishi qani? Oxiri o'zimi o'limga duchor bo'ldi. Odamlarning sarvari, tanlang'ini qani? Dunyo uningsiz bo'sh qoldi, yetim siridi. Bu sanig'onlarimning hammasini o'lim ep ketdi. Qara, seni tashlab qo'yatdimi, ey xulqi pak? Bu dunyoning qonuni ana shundaqdir. Xohlasang qonunini tut, xohlasang uning aksini tut. Qarig'ina,
qora yer qo'yniga nini odamlar kirib ketdi. Lekin qo'yni to'lmadi. Qora yer qetini echib ko'rsang eding, nini sarxil esillarning hasrati yotqinini ko'ratding. Nini bagla qora tuproq bo'lib yotmoqda. Nini bilimlik olimlar o'lib tuproqqa orilishib ketdi. Men bag bilan qulni ayıryamayman. Ko'zim kambag'alni boydan farq etmaydi. Og'rib kesal bo'lmagan nini jasur mag'rur odamlar qori yer tegiga kirib qimirlamay yotadi. Ashundoq odamlar qori yer tegidan o'rin oldi. Endi sen bilan men tirik qolatdiqmi? Kishilar karvandur u hamon yurib turdi. Cho'ng yo'lda uy yasab manzil tutmaydi. Hamma orzu tilaklarni o'zimdan neri qildim. Qo'yivat, faqat bir Xudo menga yor yo'lakdir. Kishini qul qiladigan havasdir. Bu havasni tashladim, ko'zim to'q yuraman. Dunyodan voz kechgan, bevafo dunyodan ko'ngli qaytgan kishi nima deydi, angla. Men dunyoda tilganlarimga erishdim. Erisliq ko'ngildan ko'zim yiroq. Men dunyoning tilak orzularini tashladim. Tilaklarim tugidi, so'zim kesildi. Bu dunyo degan bir etizdir. Uningga nima terisang, keyin shu unidu. Yaxshi urug'ni chashsang, yaxshilik unidu. Bu yaxshilik sana yemek, kiyim kechak bo'ladi. Yomonlik urug'i chechilsa, yomonlik unidu. Bu yomonlik oqibatda bo'yningga yuk bo'ladi. Bugun arzu havaslarni tashlamagicha aytki yaxshilikqa ega bo'lishi mumkin emas. Dunyo seni tashlamasdilla, sen dunyoni tashla. Sendan zerikmasdilla, sen uningdan zerik, ko'zingdan yo'qat. Sen uni tashlamasang, o seni tashlaydi. Uningdan zerikmasang, o sendan zerikidi. Erishib yana tashlab ketsa, jahonning nima keragi? O seni hamon tashlaydi, shunga sen uni tashla. Bu dunyoni qo'y, u dunyoni tiligin. U dunyoda mangu rohat ichida yasha. Buningdan texmi yaxshiroq bor. Agar qo'lingdan kelsa, har ikki dunyoni izdama. Yur, ikki dunyoning egisini izda. Dunyo va oxirat, bu ikkisining nima hojati bor, uningdan so'ra. Töreldirgüçigi erişsang, törelgenler seningdir. Yaratquchini topsang, yaratılganlar seningdir. Yaratılgandan qo'rqma, uningdan hech narsani tilama. Yaratgandan qo'rq, uni yo'lakchi qil. Yaratgan egamga ibodat qilishni kayniga qo'yib, yaralganga xizmat qilmoq munosib bo'lamdi. Xizmat qilguvchi ikki narsadan boshqaga erishamaydi. Ya xizmeti yaraydı, beşi kötürülüdü. Ya ki xizmeti emgekleri yaramaydı, külleri ömrü behudu zayi boludu. Xizmeti yarasa, bey onu östürse, bununla yetişken günü özü erksiz boludu. Bazıda aç, bazıda tok yügreş gerek. Begi yazsa, o capa çekiş gerek. Eğer bu kılgan xizmetler layık görülmese, afsus ki, ömür bütünley zayi boludu. Xizmetçiga manfaat nima? Buni ochiq ayt. Bu xizmetlarda qandoq lazzat bor? Xizmetçi qoidasini so'zlagan el hokimi nima deydi angla. Nazar salsang, baglarning ishi ta'tir bo'ladi. Shuncha ko'p xizmat qilsangmi, kishi darhol yaramay qoladi. Xizmati yarab qolsa, u o'ziga ariksiz bo'ladi. Xizmati yaramasa, kundan kunga e'tibordan tushadi. Ey ko'p xizmat qilg'uchi, xizmatga ishonma. Qilgan xizmating oxir beshingni egadi. Rozi bo'ldi deganda barbod qilib so'kadi. Chiroy echildi deganda g'azablanib qopiqini turadi. Uning qiliqlarini tugal bilib bo'lmaydi. Hamma oladiganni tamoman ip bo'g'ilib bo'lmaydi. Ey o'g'il, nazar sol, bu dunyo bo'rondek o'tib ketadi. U bir ko'langidirki, turadigan qarori yo'q. U beayni sarabdir. Qarasang ko'zingga ko'rinadi, endi tutay deganda g'oyib bo'ladi, yo'qab ketadi.
Qara, bu davlat darajasi navbat bilan keladi. U qoshqun, bevafo, ham tez qeriydi. Endi bu dunyo menga kerak emas. Davlatmi? Uning kelish navbatimi kerak emas, ey mard yigit. Egamning yodi menga hamro bas. U söyünçimga söyünç. Uning yorliqi men uchun kifoya. Shodliqimga shodliq. Söyünç bo'lmasa, egamni söyish kifoya. Düşmenim şeytandır. Şunun bilan ilişimen. Tilekimni uningdan tilayman, uningdan umid kutaman. Seg'ingan egam shu, uningdan shodlik ko'raman. Kiyimim qo'y yungi, yemekim arpa eshi bo'lsa kifoya. Demak, dunyo menga yetarlik, ey qarindosh. G'arlarda yashag'uchi taqvodor, mehribon kishi nima deydi angla. Dunyodan o'zimga tegishlikini oldim. Sök kepek tamıqım, qildim kiyimim qo'y yungi shu kifoya. Sök kepek menga shekardan tatliqdir. Bu bo'z ton men uchun yipak tonga tangdir. Har qanday yemek içmek qo'saq to'yg'ichi yeyiladi. Mayli arp teriq bo'lsin, ochliqimni to'yg'izadi. Ey qarindosh, o'lmigidekli bir narsa yegin. Uydek yeb ketmegin, mizojing buziladi. Lazzat qo'g'lashma, lazzatning azobi qattiq bo'ladi. Lazzatlanish badaliga yetadigan o'rning cho'nqur patqoqliqdir. Ochiq-chuchuk taom galning lazzatidir. Gal lazzatini qo'g'lashgan kishi hayvondir. Yipak zar kiyim-kechaklar kishilar kiyadigan narsalardir. Badaningni yapsila bas qil, ey kishilarning yaxshisi. Qo'saq bir to'ysa 2 kunga yetadi. Kiyim kiysa 1 ton 2 yil chidaydi. Bu 2 narsa uchun men o'zimni qul qilib, bilib turib kishining xizmatini qilsam yarashamdi. Egiz arishdan tahtasrog'icha barliq mavjudot birdek muhtojlikda yashaydi. Faqat birli Xudo muhtojsizdir. U muhtojlarni bilguchi va shafqat qilguchidir. Ko'nglimni ixlos bilan bir Xudoga bog'ladim. Tiliguchi sifatida uning dilla tilak tilayman. Uning borliqi shak shubhisiz menga ayon. Dilim bilan ishinaman, tilim bilan uni maqtayman. Borliqiga iqrorman, uyqusiz uni izdayman. Qayerdan tepishim o'zimgimi belgisiz. Uxlamay egamni izdayman. Nishonga erishiman-u, lekin o'zini ko'mayman. Tiligan uxlamaydi, tinmay izdaydi. İzdab topolmadim deb kayniga yonmaydi. Tinmay izdiguvchilardan uni topqanlar yo'q. Izdisammi topolmadim deb yonpashlab yotqanlar yo'q. Tiliguchi tinmasdan yugurishi kerak. Aram Xudo yotqanlar tiliginini topolmaydi. Tinmay izdiguchi nimalarga erishmaydi? Tinib yotsa, orzu tilakka kim yetalaydi? Oldi bilan u meni yaxshi ko'rib orzu qildi. Endi men tirishib uni izdemoqchiman. Avval u meni xolidi, u azal edi. Endi men butunlay uningga intildim. Mushundaq bir egamni qandoqmi yaxshi ko'rmayman. Uni izdab tepishqa nima uchun oldirmayman? U mening hojitimga, yolg'izligimga yaraydi. Balo qayg'u kelsa, u meni qutuldiradi. Oldi bilan u meni xolab tanladi. Shu sababdan men uni chin qalbimdan orzu qilaman. Meni u yaratdi, bu chin so'zimdir. U meni parvish qildi, o'stirdi. Xalqdan voz kechib, uningga seg'indim. U har jihatdan meni asraydi. O'zim yolg'iz qolganda egamning yodi kifoya. Qiladigan so'zlarimga egamning nomi kifoya. Ovunchim, panohim, yo'lanchikim, ishonchim, ochliqimni to'yg'izguchi ashu bir egamdir. O'zini pok tutgan, egasiga haqiqiy bog'langan kishi nima deydi angla. Ko'ngildagi sirimni sana ochaman. Tilak orzuyim bilan sana qarab uchiman. Ko'yinguchi, ovutquchi, yo'lak bo'g'ichi egam, hamma narsadan qo'l uzdim, sangala intilaman. U dunyodagi o'rningni bu dunyo belgilaydi. Bu dunyoni qo'ymig'icha u dunyoni kim topalaydi? Bu dunyoni tashlab
yüz örüp ketiş kerak. Shunda qilgandala oxiratlikka erishkili bo'ladi. Vafosiz dunyoga bakrak esilib olsa, mangulik dunyoga qandoq erishkili bo'lsin? Bu dunyo xatarlikdir. Uning sharbati o'g'idir. Barliq yemek içmekning sap pokizini izda. Bu dunyoning orzu tilaklaridan voz kechish kerak. Ondan oxiratning yaxshi o'rniga erishkili bo'ladi. Ey o'gdilmish, bu haqiqatni bilgin. Men sana öz bilganlarimni aytib beray. Kishi 4 narsani tamoman tashlamaguncha boshqa 4 ishni yaxshi qilolmaydi. Bu dunyo ishlarini tugal tashlamaguncha oxiratning ishlarini qilolmaydi. Ey ishonchli kishi, ey qarindosh, kishilardan yiroqlashmaguncha Xudo ibodati bilan shug'ullang'ili bo'lmaydi adash. Havoyi havasning bo'ynini uzmigicha vujudingni to'g'ri yo'lga boshlamaysan. Dunyoning hamma narsalarini ko'ngildan chiqarib etish kerak. Ondan Xudoning so'ygisi yo'liga haqiqiy mong'ul bo'ladi. Musulmonlar uchun bu dunyo bir qo'nalg'udir. Qo'nalg'uda rohat farog'at izdama, ko'nglingni tuzat. G'ayrat qil, vujudingga nasiba izdama. Shunda qilgandala to'g'ri yo'lga kira olaysan. O'tayotgan zaman kunlaringni behuda o'tkazma. O'tgan kunlaringga yana erishamaysan. O'tgan kunlar behuda o'tsa, keyin pushaymon qilasan. Ömrni zoya qilsang, uningga yana erishamaysan. Ana bilimi dengiz o'zi kamtar, muloyim, ko'ngli yuksak kishi nima deydi angla. Shahardan shaharga ko'chgan kishi yuk taqlarini oldin avassa, ishini o'z saramjon qilgan bo'ladi. Ko'chmasdan avval yuk taqlarini oldin avatavassa, ko'chib borgandan keyin foydasini ko'radi. Yuk taqlaringni mayli avatmigin, o'zing baribir ko'chsan, bexud bo'lma. Mayli bag bo'l, mayli qul bo'l, uzun turolmaysan, chunki o'lim yo'lga chiqqan. Mayli 1000 yil yasha, mayli 18 yil yasha, baribir o'lasan, yaxshi nomingdan iz qoldirgin. Mayli boy bo'l, mayli kambag'al bo'l, o'tgan yil oy kunlar umringni yeydi. Mayli beshing ko'kka yetsin, mayli buyuk atalg'in, kirib yotadigan o'rning qori yer qo'ynidir. Hayotga erishgan kishi ömrünü behuda o'tkazsa, o'zini o'tqa tashlagan bo'ladi. U hayvondan farqsizdir. Kishi esallikka erishgandimi ömrünü zoya qilsa, bu ko'rkamsiz, ma'nisiz yashaganlikdir, ey qarindosh. Ey qarindishim, sen men uchun qayg'urma. Ko'zingdan yosh to'kib, o'z qayg'ungni qil. Bu dunyoning ishlari bak to'zoqchidir. To'zoqqa diqqat qil, seni mahkam ilindiradi. Bugun sana davlat kelsa, orzuyingcha ish qil. Lekin uningga to'limi ishinib ketma, yana ketadi. O'limga bexud bo'lma, uni yiroq deb o'ylama. U kutilmaganda pistirmidan chiqqandek paydo bo'ladi. G'aflatda qolgan minglarcha kishini o'lim birdilla bosdi. To'plagan nurg'un dunyolarni o'lim chechib etdi. Ko'ngli sagak kishi nima deydi angla. O'limga bexud bo'lma, balasi tegidi. Qara, nurg'un o'yishqoqlarni o'lim parchaladi. O'lim esimga kelsa, ko'z yeshim buloqdek oqadi. Men deb ko'ksiga urg'onlarning birasimi qonmidi. Qo'shin askar va puxta qorallarmi foyda bermidi. Bexud bo'lma, tiriklik cho'qim o'tib ketadi. Kun zamonlar yetib kelmaski ketadi. Rohat farog'atga ovunib ketma, kunlaring zoyi bo'ladi. Bu baxtga ishonma, u qabih vafosizdir. Men buyuk deguchilarni o'lim tutdi. Men ulug' deguchilarni o'lim utib chiqdi. O'lim o'rda saroylarni, ko'pligan shahar kentlarni buzdi. O'lim qasr ayvonlarni, ming'ilg'an o'ylarni xonavayron qildi.
Neçe minglığan tirikler öldü, yer tegege kirip yok kaldı. Ular bizning keladiganligimizni kutib yotmoqda. Ularga qarab baq, ko'zingni yo'g'on och. Bagnada, qul nada yotidi bilamsan. Ulug'luq o'limga kor qilmadi. O'limdan qochadigan kechik tepilmadi. Hurmatlik payg'ambarlarni o'lim ep ketdi. Uningga qarshi kim dori darmon qoral topalaydi. Bu jafokash dunyo ishonchsizdir. Qiliqlari vafosiz, qilmishlari qabihdir. Qandoq o'tkazsangmi, kunlar tez o'tib ketadi. Yaxshisimi, yomonimi va egrisimi, to'g'risimi hammasi o'tib ketadi. To'qlarimi o'tib ketadi, oshlarimi o'tib ketadi. Bakki yuz xotira qilmaydi yoki boy qulni ayirmaydi. Uning ne rahat parog'ati uzun, ne mushaqqati. Shunday ekan, muncha shavqin surang ko'tirishning nima keragi? Harakati bilan dili birdek bo'lgan, bilimi kang donishmand bak yaxshi aytgan. Odam ozg'ini yaxshilik bilan o'zini unutuydi. Osmon palakka yetgudak so'zlaydi. Qanchilg'an mag'rur shuhratlik arlarni o'lim bichit qildi. Ko'ksini izib ko'zini chiqadi. Sana chin mehribonligim aşı bo'g'achqa. Buni sana so'zladim ey sehi. Kimdi-kim bu ahvolni haqiqiy bilsa, bu dunyoni hargiz o'ziga yaqin tutmaydi. Yigitlikimni yo'qotdim, yeshim ulg'aydi. Beshimdan ipor tusi ketib, kafur tusi qopladi. Ey odamlarning yaxshisi, bundan keyingi kunlar shubhisiz o'limga hozirlanish mezgilidir. O'lim qayg'usi keldi, shodlik ketdi. Bilginki, o'limdan keyin ishimiz qandoq bo'ladi? O'zim bu qayg'u alam bilan mashg'ul ekanman. Qandoqmi alik oldiga bora olayman ey xushxuy. Alikka mendan foyda bo'lmaydi. Foyda yetkizsin desimi, foyda yetkizolmayman. Agar u dunyolik uchun meni xohlagan bo'lsa, meni o'z diniga bag'ani hisoblab to'g'ri yo'lda mangsin. Qudratlik Xudo odam o'g'lini ikki ish uchun yaratdi va nom berdi. U bo'lsimi davzaxga yoki jannatga bag qilish, qadrlik qilish yoki to'van pas qilish. Qadrlik qilishni xolasa, yo'l ko'rsatib berdi. Xor bo'lish yo'lini mo farqlantirib berdi. Banda o'z bandiligini ado qilishi va Xudoning tavfiqiga ega bo'lishi kerak. Agar banda Xudoning tavfiqiga ega bo'lsa, jimi yaxshiliklar uchun yo'l ochiladi. G'ayrat qilib ibodatni bejo keltirgandilar, andin ko'p yaxshiliklarning eshigi ochiladi. Mana mening biladiganlarim mushular edi. Bularni sana so'zladim, ey yaxshi do'stim. Sizlarga mendan foydali so'zlar kerak. O'zimga qaraganda so'zlarim yaxshiroq. Agar oxiratlikni izlasang, uning yo'li ana shu. Agar bu dunyolikni izlasang, o'zing to'liq bilasan. Falak sana yuzlandi, baxting keldi. Orzuying nima bo'lsa, shu kelaveradi, buningga ishon. Sizlarga foyda bergidek yaxshi ishdan boshqa menda yana nima bor, ey yaxshi do'st? Ali meni Tangriga topshirsin. Uning yaxshiligi uchun duogo'y bo'lay. Bilimimni so'rasa, ana shu bilganlarimni anglading. Nima deganligimni aytib ber. So'zimga amal qilinglar. Agar amal qilmasanglar, bugun ishonmagan ishlarning hammasi atilikka beshinglarga keladi. Ey bilimi dengiz. Bu so'z yaxshi aytilganki, buningga amal qilinsa 100 yo'riq bo'ladi. Qara, bu so'zim bugun sana tushdek bilinadi. Atilikka sana hamro bo'g'unini ko'rasan. Bexud bo'lma, g'ayrat qilib so'zimga amal qil. Agar amal qilmasang, deginimga duch kelasan. Aligdin mening o'zrimni so'rab qo'y. Nima lozim bo'lsa, amal chorasini qil.
Sen kelip ketip mushaqqat çektin. Ajringni Xudo bersin, kundek yo'rib ketkin. Men uchun dilingni malol qilma, ey qarindosh. Yaqinliqingdan meni sirtda qo'yma. O'gdilmishning o'dg'irmishga javobi. O'gdilmish javob berib shundoq dedi. Men endi haqiqat yo'lini tushundim. Sözünü anladım, zihin bilen düşendim. Gepim tügedi, endi sözünge köndüm. Sözni to'g'ri so'zlading. Bu ishonchlik so'zdir. Buningdan boshqasining hammasi agri yo'ldir. Chinliq sen tarafda bo'ldi. Mening so'zim chaqchaq. Chaqchaqni qo'yib, chinliqqa bo'yin egiman. Endi men qaytay, sen omon esan qolgin. Ey ikki dunyolikqa bor topqir kishi. Xudo sana tavfiq, kuch-quvvat bersin qarindosh. Duoda unutma, ko'nglingdan chiqarib etma. Menimi Xudodan so'rab turgin, Xudo dilimni o'yg'itib, ko'nglimni yo'riq qilsin. O'gdilmish so'zini tugatdi, o'rnidan qopdi, xo'shlashdi va uy tarafga yuzlandi. Etini mindi, uyga qarab mangdi. Etidan tushib uyga kirdi, biroz dam oldi. Yeb ichdi va birdan xiyolga cho'mib dam oldi. Anglagan so'zlarini uzun mulohiza qildi. Quyosh yuziga qora parda tortdi. Dunyo yuzi bara-bara qora to'zonga purkandi. Rumi qizi cheki chochlarini tushirib, yuzini yopdi. Yer yuzi butunlay qora choch rangiga kirdi. Osmon butunlay zangi yuziga aylandi. Uchar qushlar tindi, harakat qilg'uvchilar to'xtadi. Tahorat elib, xubdan namozini o'qidi. To'shak silib yetishga hozirlandi. Ozroq uxladi-da, yana uyg'ondi. Ana, Zuhra yultizi tövenge ingishgan edi. Yana qaradiki, hükar beshi tövenge ingishibdi. Sharqdan chayon ko'tarilib, yuqori o'rlabdi. Yana biroz yotdi, uyqusi kammidi. Qarovulga o'xshash ko'zini yummadi. Biroz vaqt xiyol surib, uyqusiz o'yg'oq yotdi. Osmon qirg'oqlari kafor rangiga kirdi. Osmon xuddi ambar purkigandek qorong'ulashdi. Yerdan qizil nayzidek quyosh nuri ko'tarilib, putoqlarini yoydi. Quyosh o'rladi. Yer yuzidan chang tuman ko'tarildi. 9 hal rang tug' yiqilishga boshladi. O'gdilmish o'rnidan turib tahorat oldi. Namozini o'qib duo qildi. Qizil nayzilik qalqan yerni qizartishga boshlaganda, o'gdilmish turib saroyga mangdi, to'p-to'g'ri ichiga kirdi. Ali uning kaginini angladi, kirishga ijozat berdi. U kirib Ali oldida qo'l qo'yishtirib turdi. Ali ishorat qilib o'ltirishga yer ko'rsatdi. O'gdilmish egri besiqliq va adab bilan ko'rsatilgan yerda o'ltirdi. Alining o'gdilmishga savoli. Biroz jim turgandan keyin Ali so'z boshlab shundoq dedi. Ey xushbe'il kishi, qani so'zla. Qarindishing nima dedi? Ishlaring qandoq bo'ldi? Tiliking nima bo'ldi? Do'sting kelamdi? O'gdilmishning Aliga javobi. O'gdilmish javob berib so'z boshladi. Nima deb so'zlashganlarini to'p-to'g'ri so'zlab berdi. İkkisining o'ttirasida bo'lib o'tgan so'zlarni tafsili Aliga bayon qildi. Ali biroz vaqt jim bo'lib qoldi, o'ylandi. Ko'ngli yerim bo'lib, ko'zlari yoshga to'ldi. Alining o'gdilmishga javobi. Ali dedi: "O qarindishing to'g'ri so'zlabdi. U aytgan degan so'zlar haqiqiy so'zlardir. Bugun biz o'zimizga zulm qilmoqdamiz. Uningga zulm qilib ranjitmoqdamiz. Bu dunyo o'tkinchidir, u hech kimga qanmaydi. Qolgan umr qanchalik, buni bilib bo'lmaydi. Shubhisiz mangulik dunyo cho'qim keladi. Rohatmi, jafomi uzoqqa so'zilmaydi. U yerda rohatga erishsa, o'rni yaxshi bo'lsa va yaxshi iz qoldirsa, o'zdir shu. O qarindishing tamoman sagakkan. Uni chaqirib bu yerga akilishimizni atayin.
Biz özümüz həvəsga tutqunmiz. Zamanlar və kunlar behuda o'tmoqda. Ko'ngli tirik kishi nima deydi angla. U sana yaxshi so'z qilib, pand nasihat berdi. Havoyi havas dushmandir. U agar g'olib kelsa, shubhasiz seningdan ko'ni o'chini oladi. Havoyi havas nafsi tirilsa, qalb o'ladi. Qalb o'lsa, toat ibodat qilib qoladi, ey o'g'il. Bugun bizning qalbimiz o'lgan o'xshaydi. Havoyi havasning, nafsning bo'yni yo'g'inab ketdi. Ulug'luq, ustunlik va baxtlik kunlar uzun davomlashmaydi, ey ko'ngli tuz. Qarasang uning rohati oz, mushaqqati ko'p. Bosh og'rig'i, qog'ish so'kishlari xeyli ko'p. Dunyoni sinab yeshi ulg'aygan bilimli kishi bek yaxshi aytibdi. Ulug'luqqa ortiqcha mag'rurlanib kulma. Ulug' bo'lsang, bosh og'rig'i ko'p bo'ladiganligini bil. Qayerda shodlik bo'lsa, oxiri bir balo keladi. Qayerda rohat bo'lsa, ming xil jafoma billi bo'ladi. Alining o'gdilmishga savoli. Ali yana dedi: "Ey o'gdilmish, uni chaqirishdagi maqsadim mundaq edi. Meni yaxshilikqa da'vat qilishga sabab bo'lsa, dilim yashnab ketar edi, ey palvon." U qattiq turib oldi, bu yerga kelishga unimidi. Do'st birodar qarindoshlarining yuzini ko'rishga rozi bo'lmadi. Uning aytgan so'zlariga qarasa, hammasi to'g'ri. Endi uni zo'rlashqimi bo'lmaydi. Sen o'tirdi yurib ko'p jafo chekding. Ko'p so'zlashding, jiq yo'lmangding, arding. Endi kutayli, qarab baqayli, ey sehi. Oxiri ahvol, vaqt fursat qandoq bo'ladi ekan? Kelgusining ishlari qorong'u tun ichida turgandek g'uva. Uni yo'ruq kunli yo'rita olaydi, ey yaxshi do'st. Zamonning o'qiyasi batlaylik turadi. Ba'zida foyda keltiradi, ba'zida ziyon soladi. Har qanday ishni Xudoning hukmiga qo'yish kerak. O'z vaqti kelganda tutadi, yo'li ochiladi, ey sagak. Har qanday bir ishni qilib lazzat ololmasa, uni ma'lum vaqt tashlab qo'yish kerak, ey bilimi komil. Bu dunyoning xuy payli shundaqki, agar sen qochadi, tashlabasdan o'rilib sana qarab yuzlanadi. Ma'lum vaqt kutayli, uni sinab ko'rayli. Zaman kunlarining oxirgi ahvoli qandoq bo'ladi ekan? U bizni xolishi mumkin. O'ylab ko'rib, o'zi texmi yaxshi ish qila. Shu yerga kelganda Ali so'zini tugatdi. O'gdilmish o'rnidan turib, adab bilan sirtqa chiqdi. Bu so'zlardan keyin yana bir necha kun o'tdi. Ali o'yga cho'mdi. Ishning hamma tarafiga nazar soldi. Altmış sakkizinci. Kun tug'di Alining o'dg'urmishni 3-chi qatim taklif qilganligi aytiladi. Bir kuni Ali o'gdilmishni chaqirdi va "Sana yana bir ishni qilish lozim bo'ldi" dedi. "Chaqirsam qarindishing mening qishimga kelmadi. Men bu orzu tilakimga erishamedim. Men bu orzu qilgan tilakimdan kechdim. Endi tilakimga yetish uchun boshqa bir yo'lni tanladim. Qara, mening hozirgi tilakim mundaq. O'zim uning yuzini bir ko'ray. Men uning oldiga boray yoki u menga kelsin. Ziyoratimni u yo'riq yuzga aytqin. Mening oldimga kelib tarbiya va nasihat bersin. Ondan o'z o'rniga qaytib berib, o'z ishlarini qilsin. Menga foydasi tegsin, uningga ziyon bo'lmaydi. Qalbimdan hamma nopokliklar tozalansin." O'gdilmishning Aliga javobi. O'gdilmish javob berib mundaq dedi: "Bu haqiqatan dal joyida bo'lgan bo'ladi, ey qutluq zot. Ali xohlagan bo'lsa, bu ishni qilaman. Yorliq berilsa, yana uni taklif qilaman. Baray, uningga bu so'zni aytay.
Alik bormisun, men uni keltiray. Alik yana bir maktub yezib bersin. O'qib ishonsin va u muloyim bu yerga kelsin. Alikning o'gdilmishga javobi. Alik aytdi: "Endi maktubning nima hojati? Maktubga qaraganda sen ishonchliroq emasmi, ay zerak? Xat ishongili bo'lmaydigan odamga beriladi. Sendinmi ishonchli yana kim bor? Ko'p ishlarni ko'rib aqli yetilgan, yaxshi yog'mi beginimi deydi, angla. Elchiga ishonsa, maktubning nima hojati? Ishonchga ega bo'lganda, ehtiyot choralarining nima hojati? O'z og'zing bilan so'zingni ayt, javobini angla. Yana maktub yozishning nima hojati zerak? Bu anchalik eg'ir kagudek, cho'chib yiroq qochqudek ish emas. Shunchalik so'zga maktubning yoki chora tadbirning nima hojati? Ay zerak, sen men uchun ham maktub, ham ishonch. Bu yerga kelib, men bilan ko'rishsin, andin qaytib ketsin. Zo'rlab tutib qolmayman, uningga arq beraman. Qara, seni mo'shu hojat uchun avatiman. Yaxshilik bilan chaqirg'in, zo'rlama. U bu yoqqa kelmasa, men u yerga boray. Yuzini ko'rib qaytib kelay. O'gdilmishning Alikka javobi. O'gdilmish javob berib shundoq dedi: Xudo yor yo'lakda bo'lsa, bu tilak o'rindiladi. Shaxsan o'zim nihoyat g'ayrat qilib, bu orzu tilakingning o'rindilishi uchun tirishaman. Alik olilari omon esan bo'lsin. Xudo barcha tilak orzusiga yetkazadi. O'gdilmish o'rnidan turib sirtqa chiqdi, otlandi. Uyga yetib kelib, tonlarini yashdi. Quyoshning qizil mangzi o'zgarib, seriq tusga kirdi. Dunyo oltin rangidek sop qiyofatga kirdi. Quyosh yuziga seriq zafarang surtdi. Dunyo o'z rangini zangarga o'zgartdi. Osmon mashqlar qishidek qora bo'ldi. Dunyo zangi habashlar tusiga kirdi. O'gdilmish tomoqini yeb, tahorat ilib namoz o'qidi. O'rin selib yotdi, azroq uxladi. Seriq bulbul unlik sayridi. O'gdilmish cho'chib uyg'ondi, uyqusi kammadi. Bulbul ovoziga quloq selib biroz o'yg'oq yotdi. Bu ovozga maftun bo'lib, o'rnidan qopdi. Uyqusi qochdi, kecha uzunqa so'zilgandek tuyuldi. Kunning yo'rishini toqatsizlik bilan orzu qildi. Osmon kaygan qora ko'nglikini yirtdi. Chim pardasini ochdi, yo'riq yuzi ko'rindi. Quyosh o'rlab go'zal qizdek kulib qaradi. Dunyoning kungay ham taskay tarafi yo'ridi. Kun tug'ib yuqori o'rlab yuzini ko'rsatdi. Dunyoning barliq vodilari ham daryolarini yo'ritdi. O'gdilmish yana qopib tahorat oldi. Kiyim kechkina kaydi, namoz o'qidi, yaxshilik tilab duo qildi. Etini tutib mindi, bir xizmatchisini elib, xushal-xoram holda qerindishi tarafga qarab mangdi. U turgan yerga yaqin kelganda otdan tushib, darvozaga asta piyoda bordi. Qo'li bilan darvozani asta qoqdi. Qerindishi anglab o'rnidan qopib eshikni ochdi. O'dg'irmishning o'gdilmishga savoli. Ko'z oldida turgan o'gdilmishni ko'rib, "Ey qerindishim, sen ishni uzartib etding" dedi. "Nimishqi zo'mizo o'zingni qiynaysan? Nim uchun menga bunda qasdan yepishib olasan? Yur, uyga kirayli, so'zlaringni ayt. Sen nim uchun yana qaytib bu yerga kelding?" Bu ikki qerindosh birga uyga kirdi. Qerindishiga Zohid qopqini turdi. O'gdilmishning o'dg'irmishga javobi. Kagan qerindishi shundoq dedi: "Ey isil, qopqingni turma, oldi bilan so'zimni angla. Sen aytgan so'zlarning hammasini kam kutsiz Alikka yetkazdim, tafsiliy bayon qildim. Alik so'zimni tushundi, hammasini angladi. So'zlaringni anglab ko'p hayron bo'ldi. Ey qarindosh, seni amdi o'z ixtiyoringga qo'yibdi. Buningdan tashqari boshqa bir tiliki bor. Bu ish uchun meni sana elchi qilib avatdi. Sen meni uyaldirma ey Batur.
Her qandaq narsaning aniq chek chegarasi bo'ladi. Ishingni chekdan oshirib etma ey shavkatlik. Aqlliqlar nima deydi angla. Bu so'zning asosi hamma narsaga mos keladi. Har qandaq ishni chekidan oshirib etma. Chekidan eshib ketsa, u sendan qochadi. Har qandaq ishning munosib cheki o'z payti bo'ladi. Har qandaq narsa o'z payti bilan sog'lomdir. Ali hamda avvalgi talabidan kashdi. Seni bir ziyoratga chaqiradi, uningga yo'lak bo'l. Sen uning oldiga borgin, ya o sening qishingga kelsin. Yuzingni bir ko'rsin, ey qo'sqi kang kishi. Ey qarindosh, buningda sana ziyon yo'q. Manga hamdam bo'l, ey bag'ri tash. Ali o'zimi bir yaxshi sultondir. Kambag'allar, miskinlarga jini so'yinadi. O'dg'irmishning o'gdilmishga javobi. O'dg'irmish javob berib shundoq dedi. Bu so'z aqlga muvofiqdir, ey ko'ngli tuz. Musulmon qarindoshqa musulmon qayoshdir. Albatta bir-birini ziyorat qilishidi, ey dilimning yaqini. Bu so'zga tanbadim, bo'ynimni egiman. Bugun men uni ziyorat qilay. Buningdan avval men uning oldiga bormadim. Chunki u mendan o'ziga manfaat tilaydi. Uningdan kechib, to'g'riliq yo'lini tutibdi. To'g'ri yo'lga menmi kiraman, ko'ndim buni bil. Men Ali oldiga boray, Ali bu yerga kelmasin. Japoni men chekay, u chekmasin. Ali albegi xalqning ulug'idir. Uni ko'p hurmat qilish va qadrlash kerak. Adil yo'l tutib so'zini to'g'ri qilsa, elde yamonlarning izini yo'qotalaydi. Aqlliq, egri besiq ko'ngli yuksak zot nima deydi, angla, ey bilimi dengiz. Ra'iyatga begining yorliqi vojibdir. Cho'ng kichik hammasi uni anglab qadrlashi kerak. Bag mayli kumushga setib olingan hindu qul bo'lsa-mu, uning o'zini so'zini qadrlash kerak. Menmo Ali yorliqini qadrlayman. Ziyorat qilib uningga yaqin bo'laman. Yur, endi qaytqin. Aliga so'zimni yetkiz. Meni keladigan bo'ldi deb xabar qil. Yo'riq dunyo yuziga parda tatqanda, ondan men u yerga boraman. Ey koni qadrdonim. Kunduzda kishilar meni ko'rsa agishidi. Mening haqqimda har xil so'zlab o'zini o'tqa atadi. Yur, endi qaytib ketib meni u yerda kut. Men seninkiga boraman. Yotmay biroz kutib tur. Oldi bilan sening yaningga boray. Nima qilish kerakligini ondan muhokama qilayli. O'gdilmishning o'dg'irmishga javobi. O'gdilmish xushal bo'ldi va mundoq javob berdi. Bu nihoyatda chiroyli ham xayrlik ish bo'ldi. Endi men qaytib Ali oldiga boray. Bu so'zlarni aytay, uqib xushal bo'lsin. Men ketgandan keyin sen so'zlaringni tayyorla. Va'da qilgan vaqtda u yerga yetib bor. Ikkilisi bir so'zga putishdi. O'gdilmishning chiroyi echilib, u yerdan chiqdi. Yana takror nasihat qilib dedi: "Ey qarindosh, va'dangni buzma, bog'in, ey dilimning yaqini. Quyosh yerga qaytib, yuziga parda tatqanda, dunyo yuzini ko'mir rangiga kirgizganda, seni uyda kutaman, meninkiga bog'in. Sen uchun tayyorlik qilib qo'yman." Etini minib to'p-to'g'ri Ali oldiga mongdi. Etidan tushib, ijozat so'rab Ali huzuriga kirdi. Uqqan so'zlarni Aliga yetkizdi. Ali xushal bo'lib, chiroyi echildi. Alining o'gdilmishga savoli. Ali dedi: "Bu ishning hammasi yaxshi bo'ldi. Uning aytqanlari so'zliginingdek rost bo'lsa edi." Ali yana so'radi: "Qaysi vaqt keladi? Uning bilan qayerda uchrashaman, ey bilurman?" O'gdilmishning Aliga javobi. O'gdilmish javob berib dedi: "Kechisi yo'riq dunyo yuzi salpal qorong'ulashganda, u mening uyimga kelmoqchi bo'ldi. Sen qachon kelsin desang, shu chaqda oldinga keladi." Alining o'gdilmishga javobi. Ali dedi: "Jafo chekib xeyli ko'p yugurding. Xudo u amgikinga yarasha javob bersin. Mening bu dardimning davosi shu edi. Endi u mening ko'nglimni so'yindirdi. Sen uyingda kutgin,
Kəsə mənə xəbər qıl. Mən sana çaqırğıcı adam əvətimən. Qerindişingni elib mening aldımğa kel. Yüzünü görüp ziyaret qılay. Dana şununğa oqşaydigan bir söz aytqan. U tegi tahdidi nima deydi angla. Kişinin ko'ngli doim orzuga yetishni tilaydi. U o'zini orzuga yetish umidi bilan bazlaydi. Agar orzu tilakiga tugal erishsa, shuning bilan ko'ngli ko'tariladi, so'zimi tugaydi. O'gdilmish albatta shundoq deb o'rnidan turib chiqdi. Uyiga yetib keldi-da, choy hozirladi. Quyosh yerga engishib yuziga parda tortdi. Dunyo yuzi qorayib, chang tumonga qoplandi. Dunyo qopiqini turib, qulluq tonini kiydi. Osmon shayton yuzidek o'ngib qaraydi. Barcha jonliqlar tindi, ko'zini yumdi. Tiriklar so'zi shavqin surallar besildi. Altmış dokuzuncu. Odg'urmishning o'gdilmish yeniga kelganligi aytiladi. Qara, Odg'urmish turib asta keldi. O'gdilmish uni kutib qarshi oldi. Salomlashdi, ondan qo'l tutishib ko'rishdi. Bu ikki muloyim kishi uyga kirishdi. Oldiga osh taom qo'ydi, ko'z oldida yegizdi. Alikka xabar qilish uchun kishi avatdi. Alik anglab darhol javob qaytardi. Ularga yiqilliq ko'rsatib oldiga chaqirdi. Yetmişinci. Kun tug'di Aligning Odg'urmish bilan ko'rishganligi aytiladi. Ikkilan o'rnidan turib Alig huzuriga kirdi. Alig ko'rib o'rnidan turib oldiga bordi. Oldi bilan Alig salom qildi. Zohid o'rnidan turib salomni ilk oldi. Alig Zohid bilan qo'l elishib ko'rishdi. Xushalliq bilan kulib turib hol ahvol so'rashdi. O'ziga yaqin yerdan o'rin ko'rsatdi. Alohida mehribonlik bilan uni hurmatladi. Dedi: "Ey Odg'urmish, sen mushaqqat chekding. Bu yerga o'zing piyoda kelding." Odg'urmishning Alikka javobi. Odg'urmish javob berib dedi: "Seni ko'rish bilanla chekkan jafolarimni unutdim. Sening oldinga o'z orzuyim bilan keldim. Shunday ekan, men qandoqmi jafo chekkan bo'laman, ey Ali? Kishi o'z tiliki bo'yicha mangsa, cho'qim tilikiga yetidi, herib qolmaydi. Aql idrak bilan dunyoga dang chiqargan bo'ka yabg'usi nima deydi, angla. Ko'ngil orzu qilsa, yiroq yaqin bo'ladi. Kishi tilikiga albatta tez yetidi. Kishi chin ko'nglidan orzu qilib yo'l mangsa, u orzusiga yaqinlashib tez yetidi. Ko'ngil xolamagan har qanday yerga qadam bassa, u qanchalik yaqin bo'lsa-mo yiroqlashidi. Qadam tashlagan kishi jafo chekadi, lekin ko'ngil xolab mangsa, jafo bilinmaydi. Ey Ali, sana ko'nglim xohishi bilan keldim. Bilginki, menga qandoqmi jafosi tekkan bo'ladi. Nazar sol, ko'ngil kimni so'ysa, xolisa, u ya qancha yiroq bo'lsa-mo, yaqin tuyuladi. Aligning Odg'urmishga savoli. Alig dedi: "Oldi bilan sendan so'raydigan so'zim bor. Shuningga javob ber. Mana sen ko'ngling xohishi bilan mening oldimga kelding. Va lekin bu ish qandoqlarcha bo'ldi, Botur? Bilasanki, salom qilishning fazilati nihoyat ulug'. Kim oldi bilan salom bersa, fazilat yo'lini shu ochgan bo'ladi. Sen meni ko'rganda salom qilmading. Bu fazilatni va javobni nima uchun xohlamading?" Odg'urmishning Alikka javobi. Odg'urmish javob berib dedi:
Men bilib turib oldi bilan salom qilmadim. Salom kishi uchun salomatlik yo'lidir. Salom qilsa salomatlikning uli qurilgan bo'ladi. Salom kishi uchun tinchlik va aminlikdir. Salom qilsa keyin jon amin topadi. Buningga taqlidan munu so'z keldi. Bu so'zni angla ay tuz ko'ngil. Salom qilguvchi kishiga omonlik tilaydi. Salomni ilik og'uchi salomat bo'ladi. Salom kishilarning yomonligidan salomat saqlaydi. Salomga javob berguchi salomatlik kapolatiga ega bo'ladi. Ulug'lar kichiklarga salom qilishi kerakki, ondan barcha ishlar o'z yo'lida bo'ladi. Kichiklar cho'nglarning so'zini anglab amal qilsa, salomat yashaydi va balodan qutuladi. Kichiklar ulug'larning yomonlik qilishidan amin topsa, ulardan yaxshilikni umid qilib salomat yashaydi. Mendin Alikka qandoqmi yomonlik tegsin? Men kichikdan cho'ng'i nima ziyon tegsin? Alikning barcha xalqqa qo'li uzun, qopqa turilsa, xolig'ini qila oladi. Qarab baq, avam puxra bakka oldin salom qilmaydi. Buning ma'nosi yuqorqilardekdir, ay bilimi yetilgan. Sen meni avval xizmatga jalb qilib, ko'p orzular bilan oldinga chaqirding. Başta men unumadım, sözünü tutmadım. Bu aldamçı dunyoga ishonmadim. U talabingni qo'yib ziyorat uchun meni chaqirding. Endi mana bugun keldim. Hozirgacha sendan ayminib turatdim. Mana saloming bilan menga omonlik berding. Yana avvalgi so'ziga yanamdikin deb sendan ayminib qo'rqib turatdim. Mana endi sana tamamen haqiqiy ishondim. Sendan menga faqat yaxshiliklar tegadi. Alikning o'zg'irmishqa javobi. Alik shundoq dedi. Beg uchun degan so'zidan yenib olish bek yomon odatdir. Agar beg degan so'zidan yenib oladigan bo'lsa, ulug'liqqa va ustunlikka ega bo'lolmaydi. Tili yolg'onchi, xuy payli g'azablik bo'lsa, undaq kishi dunyoga hokim bo'lmasin. Yolg'on so'zlaydigan, qo'li quruq bo'lsa, u qandoqmi xalqqa beg bo'la oladi? Ta'limda buningdanmi yaxshiroq bir so'z aytilgan. Kim so'zidan yansa, baxtmi uningdan yanadi, qochidi deyilgan. Kishilarning yomoni yolg'on so'zlaydi. Yomonning eng yomoni va'dasidan yanadiganlardir. To'g'ri so'zlik kishi bek yaxshi aytgan. To'g'ri so'zlik kishiga Xudo ajr ato qilsin. Bek chin so'zlik, va'dasidan yanmaydigan, to'g'ri bo'lishi kerak. Sözüdün yenib oladigan kishini hisoblama. Erkak egizdan chiqqan sözüdün yanmaydi. Sözüdün yanganlarni xotin deb hisobla. O'dg'irmishning Alikka javobi. O'dg'irmish javob berib shundoq dedi. Bu yaxshi odatlarga Alik ega bo'ldi. Xudo qo'l ostingdagi allarni yanama ko'paysin. Bu yaxshi qiliq odatlaringni texmi kuchaysin. Beyler xalq ichida tanlangan kishilardir. Qiliq va so'zlarini o'zidek xil tutishi kerak. Bilimliklar bilim berib mundaq deydi. Bey yaxshi va to'g'ri bo'lsa, xalqi beyidi. Dunyo ishlarini boshdan kechirgan ko'p yashagan oqbosh mo'ysipit nima deydi, angla. Ey dunyo hukmroni, qiliqlaringni yaxshi qil. Baxt keladigan, yana ketadigan narsa. Tirishib, o'zingga yaxshi nom qoldir. Baxt sana vafo qilmaydi, seni tashlab ketadi. Ey qudrat egasi, yomonlik qilma. So'z harakatlaring bilan ko'p yaxshilik qil. Ulug'liq va baglik sendan yuz o'rigisi. Faqat yaxshiliklar sendan yuz o'rimaydi, ey botur. Bugun yaxshilik qozong'in, xalq yukini ko'tir. Zamonlar o'tib, kelgusida yaxshilik keladi. Bu tiriklik kunlari go'yo bo'ron shamolga o'xshaydi. Baxt ishonchlik emas, seni tashlab ketadi. Alikning o'dg'irmishqa javobi. Alik aytdi: "Tushan ey bilimi ulug', sendan tilaydiganim shuki, menga yaxshilik yo'lini echib ber. Seni buncha vala ching turib chaqirishimning sababi shu orzu edi, ey ko'nglim to'qi. Menga endi pand nasihat bergin. Shuning bilan yaxshiliklarga qo'lim uzun bo'lsin. Atrofimda ko'p kishilar borki,
Ular egin gal avarchiligida yurudi. To'g'ri, chin mehribonlar yo'q, ey saxiy. Bu baglar barcha orzu tilikiga yetalaydi. Lekin o'z ko'ngliga siqqudek yo'lanchikka ega bo'lolmaydi. O'rdiga ko'pligan kishilar to'plangan. Menga foydali kishilar yo'q, ey bilimdan. Buningga taqlid qilib, bu beytda aytilgan ey saxiy. Tushunay desang, mushu beytni o'qigin. Odam deb yuradiganlarning soni ko'p. Kishilarga foydaliqini izdasang, u qani. Shundoq kishi borki, bir kishi 1000 kishining ishini qila oladi. Minglab kishi yig'ilsa-mu, uning ishini qila olmaydi. Ali yana aytdi: "Ey o'tg'irmish, sen Xudoning barcha fazilatiga erishding. Nomingga yarasha harakating kamolatga yetdi. Qutlug' Tangrim tilekingni tugal basin. Xudo bergan inoyatlardan meni bahramand qil. Ko'nglim tirilsin va nafsim o'lsin." O'tg'irmishning Aliga javobi. O'tg'irmish javob berib dedi: "Ey bag, sirtimga qarasang, kishilar maqtug'idek. Agar ishimni bilsang eding, ey dona, bugun meni 1000 qitim so'kib surgan bo'lar eding. Menga Zohid degan nom berilgandan buyon, bu nom menga toat ibodat balosi bo'ldi. Qara, meni hammadan mahrum qilg'ichi shu nomdir. Bu nom uchun mening nafsim bekitilgan holda turadi. Kishilar ko'gidek qilib do'konimni yaxshi bezidim. Lekin bu do'konda foyda yo'q, elib sotadigan narsam yo'q. Ey Ali, sen kishining sirtini ko'ma. Kishining ichiga, uning yo'shirin ishlariga qara. Qog'inning sirtqi posti qanchalik ko'rkam bo'lsa-mu, puriqi, shakli, rangi chiroyli ko'rinsa-mu, ichining ta'mi bo'lmasa, u qog'in bo'lmaydi. Uni sirtqi cho'rib tashlash kerak, ey sigon. Dili o'yg'oq kishi nima deydi, angla. Ichingni beza, sirtingni bo'yab paqratma. Hamma narsaning ulug' vorliqi ichidan bo'ladi. Ichi yaxshi bo'lmasa, sirti hech nimaga yaramaydi. Alining o'tg'irmishga javobi. Alik javob berib dedi: "Ey pok inson, ishingmi, teshingmi hammasi tuzukkan. Bu dunyoni tashlab o'z yukingni yengillatding. Men bo'lsam uningga ilindim, egri yuk yutdim. Bu dunyoning ishi meni mashg'ul qildi. Xudo ibodatiga yetishamay o'taman. Menga pand nasihat bergin, uningga amal qilay. So'zlaring menga qutatsin, haqiqiy ravishda poklanay." O'tg'irmishning Aliga javobi. O'tg'irmish javob berib dedi: "Ey begim, har xil yaxshiliklarga sen yaxshilik bilan yetishkin. Xudoning qullari ichida mendunmi yomonroqi yo'q. Boshqani undoq bilma, ey bilimi daryo. Ey Ali, agar Xudoning qullari ichidan yomonroqini izdasang, u faqat men bo'laman. Mening so'zlarimning qandoq foydasi bo'lsin? Nasihatlarim sana foyda keltiralarmi? Buning ustiga men egamdan umid uzmadim. Gunohni afu qilg'uchi udur, ashu bir egamdir. Gunohini bilib afu qilishni o'tingan gunohkor qul nima deydi, angla. Men sening gunohkor, jafokash, yomon qulingman. Nazar solsang, butun turgan putkunim gunohdir. Sendan boshqa seg'inadigan egam yo'q. Gunohimni afu qilgin, baxt bilan yo'ligin." Alining o'tg'irmishga javobi. Alik javob berib dedi: "Ey sagak, mijoz xulqingni Xudo yaxshi fazilat bilan bezabdi. O'zingni yomon deb bilgining uchun xalq ichida ixtiyorsiz yaxshilik topding. Dilingni, tilingni pok tutding, o'zingni pok bo'lding. Menga tarbiya bergin, so'zing foydali bo'lsin. Ey yaxshi xulqliq, barliq ishlari chin kishi, menga mehribonlik bilan pand nasihat bergin. Xudo barcha yaxshilikni sana ato qildi. Menga bu yaxshilik yo'lini och, ey shuhratlik. Ey yaxshi kishi, endi menga nasihat qil. Xudo sana oxiratda yaxshi javob bersin."
İrpon elektron şirketi turlik lug'atlarni chiqarib til boyligingizni oshiribla qolmay, bu xil asarlar bilan odam bo'lishning epini o'gitib, dil boyligingizni ovundirmoqchi. 71. Odg'irmishning alayga nasihat qilganligi aytiladi. Odg'irmish javob berib dedi: "Ey Ali, Xudo seni barliq tilekingga yetkizsin. Bu mash'um kavat dünya, konu dünyadır. Neçe begni qiritdi, lekin özünü qiritmedi. O senin de köp beylerini söyüp ötküzüp etti. Emde sanama heris boldi, lekin senime taşlaydı. Sen onunla haqiqi köңlüngni bağlamagın. O haqiqatan vapa qılmaydı, ümitni üz. Mening pand nasihatlarimning kereki nima? Bu zaman nasihati sana küpaya ey tirik. Senden burun cahan sorğanlar qani? Ularning qanchasi ketdi? Kuch qudrati qani? Ular qayaga ketdi? Nazar sal, o'ylan. Sana mu u yoqqa boradigan kun yaqin. Sana emdi baglik martabasi nisib bo'ldi. Sen mu uzun turmaysan, hozirlik ko'rib yur. Ularga nima foyda bergan bo'lsa, bugun sen mu shuni qil, keyin lazzatiga erishsan. Ular o'lim paytida nimaga pushaymon qildi? Sen shuningdan yiroq tur, yaxshilikni tila. Bilimlik dana nahayt yaxshi aytgan. Bilimlikning so'zini unchi yaqut degülük. O'lganni ko'rganlarmi tirik qolmaydi. O'limga hozirlan, paylingni qo'pol tutma. Ey o'limni bilguchi va g'aflatda yurguchi. Bu tiriklik o'tib ketadi, o'z hassangni ol. Bexud bo'lib yurguchi ey orzuning quli. O'limga sal qarama, bir kun seni og'ili keladi. Bugun o'tkizgan kunlaringga qarab baq. Hammasi bir tush bo'lib qoldi, aql bilan o'ylan. Agar sen yaxshilik qilgan bo'lsang, o'zing uchun mangulik ajr qilgan bo'lasan. Agar hayotingni behuda o'tkizgan bo'lsang, kech kunduz uxlamay, pushaymon, nadomat chek. Orzu qilish bilan mangulik hayotga erishgili bo'lmaydi. Yigitlik kuch-quvvati hargiz yinib kelmaydi. Sen ega bo'lgan fursatning hammasini zoya qilma. O'limga tayyorlan, ibodatga oldirig'in. Ey Ali, nazar sol, sendan avval otang elde to'liq hukmronlik qilgan bey edi. Xazina hashamat va lashkar egisi bo'lib, orzusiga erishib bir necha vaqt yashadi. Oxiri o'lim tutib uni ep ketdi. Uning yuksak danqi foyda bermadi. Otang o'ldi, ketdi. Sana pand nasihat berdi. Otining pand nasihatini tutsang, sana qand shekar bo'ladi. Buningga o'xshab ketadigan munu so'zni angla. Esingda tutsang foydasi bo'ladi va ko'z bo'ladi. Otang mayli qaysi vaqtda o'lgan bo'lsin, sana aytqini shuki, ey o'g'lim, ko'zingni och, o'yg'on. Meni o'lim tutdi, ketayotaman. Sana mı növbet keladi, o'zingdan keyin yaxshi nom qoldirishga tirishqin. Otaning, onaning o'limi tamoman o'g'il qiz uchun pand nasihatdir, tushunib o'zlashtir. Otangnimi, onangnimi o'lim qo'yib etmedi. Payti kelganda senimi qo'yib etmaydi, ko'zingni och. Dünya ularga qarshi jafo qildi. Bu qiliqini tuzitib, sana vafo qiladimi? Tiriklikni qadrla, zarur ishlarga sarf qil. Kishilarga saxovat qil, mol va savoblik top. O'tayotgan kuningdan keraklik narsangni ol. Zaman seni ep ketadi, tayyorligingni qil. Sen xalqning shunchavala yukini ko'tirding. Sagak bo'l, g'aflati qolma, o'ylab ish qil. Bir top osh bo'rilar atrofingga to'plandi. Qo'ylaringni bakqo'da, ey botir hukmron. Elingda biror kishi tunugun osh qolgan bo'lsa, uni Xudo sendan so'raydi, ko'zingni och. Ey Ali, bugun mash'aldek yonmoqdasan.
Lekin yo'ruqligi boshqalarga tushidi ey muloyim. Hayoting oxirlashsa, yeshing cho'ngaysa, bu kishilaring sana nima manfaat beradi? Kishilar uchun o'zingni o'tga atma. O'zingni zo'mizo o'tda ko'ydirma. Ulug'luq, buyuklik, baylik hammasi o'lim kelib ishkingni ochsa qilib qoladi. To'g'ri bo'l, adil qonun yurgizgin. Shundoq qilsang, baylik uzun puttirab turalaydi. Ulug' donishmandlar ajoyib yaxshi bilim bergan. Bu so'zga amal qilib shu yo'l bilan mang. Baylikning ulini mustahkamlashni xohlasang, qonun chiqa, adolat yo'lini tut. Yana bir dunyolikqa ega bo'lay desang, adolatni tutqin, so'zim tamom. Ey, men bagdiguchi, ko'nglingni cho'ng tutma. Dunyo va davlat vafosizdir, uningdan voz kech. Bu dunyoning baxtiga bakmi ishinib ketmagin. Uning qiliqi vafosiz, o'zi ishonchsizdir. Ey Ali, bu qasr saroy o'rni sana nisib bo'lgan bir qo'nalg'idir, buni bil. Sendin avval qila bu yerda qo'nib o'tgan. Ular bu qo'nalg'ida yerlashmadi, udul ketishdi. Bu o'rdi joylar endi sana nisib bo'ldi. Yük taxlaringni o'zingdan avval avatibat. Bugun bu yerda qasr saroylarni yasama. O'tayotgan yil oy kunlar senimi qo'ymaydi, ep ketadi. O'zingning yotadigan o'rning aniqdir. Qara, shu o'rinni yaxshilik bilan zinnatligin ey shuhratlik. Bu o'rda saroyni bugun mening deb bilyapsan. Haqiqiy o'ylab qarasang, sening emas. Bu o'rda saroy sana nima deydi angla. Diqqat qilsang, faqat chin so'zlaydi ey qahramon. Buni sen mening davatsan. Nimishqa shundoq deysan, nimishqa sening bo'ladi. Sendin keyinkilar seni chiq deydi. U yerda navbat kutib turadi va mening deyishyotadi. Ey dunyo begi, bu dunyo bir zindondir. Zindon ichida g'am qayg'udan boshqa hech narsa bo'lmaydi. Zindonda ortiqcha shodlik tilama. Shodlik va oromlik joyi faqat jannatdir. O'tkinchi rohatni rohat deb hisoblama. Bu vaqtlik shodlikni shodlik deb atama. Qandoqli bo'lmasin, bu davlat uzun turmaydi, qochadi. To'plagan mol dunyolaringning hammasini chechib yetadi. U dunyoni abadiy hayotlik o'rni bil. Bu dunyoning narsalarini tashla, uningdan yuz o'rigin. Rohatni tashla, mangulik orzularni tila. Bu mangulik rohat mushaqqat bilan keladi. Xudoning fazilatiga bir qara, o'ylan. Qanchilgan yaxshiliklarni qildi, yaxshiroq nazar sol. Ko'pchilik xalq ustidan qo'lingni uzun qildi. Tilak orzuyingni berdi, til so'zingni ravon qildi. Xudo sana o'xshash vujudi bor qo'llarini sana muhtoj qildi. Hammasini ko'ryapsan. Bugun buningga shukr qilish kerak, ey hukmdor. Xudoning bandalariga muloyim va yaxshi bo'l. Tangri seni adolat uchun tikladi. Adil bo'l, adolat bilan tur. Hamma ishlarni aql idrok bilan ishla. Havoyi havasga berilma, ko'nglingni tirik tut. Barcha xalqingga mehribon bo'l. Cho'ng'imi, kichikkimi o'xshash adolat qil. Xalqning xuy payli aynib buzilsa, ko'rib turib qo'yib etma, tuzat, yo'l qo'yma. Bilimi dengizdek kishi nima deydi angla. Har ishni bilim bilan qilib, yuzingni yo'riq qil. Bugun hamma narsa yaxshi bo'lsin desang, o'zing yaxshi bo'l, ey alning ulug'i. Barliq bulg'unishlarni tozalayman desang, oldi bilan o'zingni tozala, ondan xalqing tozalanadi. Bu baglar boshdir. Bosh nega bo'lsa, barcha agashgan kishilar uning kaynidan mangadi. Xalq buzilsa, uni baglar tuzaydi. Agar bag buzilsa, uni kim tuzaydi? Sen o'z qiliqlaringni tuzat, harakatingni to'g'rila.
Ondan xalqning qiliqlari tuziladi, sen xotirjam bo'lasan. Sen o'zingga yarashadigan ishlarni qilishni xohlasang, yaramaslarga yaqinlashma, so'z tamom. Yamonga qo'shilma, fitna fasoddan yiroq tur. Bu ikki qiliq bilan kishining yuzi qora bo'ladi. O'zing yaramas, yomon narsalarni xohlasang, yaramas ishlarni qilma, qat'iy so'zim shu. Rahatga berilma, ichimlik ichma. Bu ikkisi bir dengizdir. Uning kechiki yo'q. Huy paylingni to'g'ri tut, harakating muloyim bo'lsin. Aql yo'l boshlig'iching bo'lsin, bilim kengashching bo'lsin. Diling bilan tilingni to'g'ri qil, fazilating ulug' bo'lsin. O'zingni unutma, yo'lingdan adashma. Ko'nglingni cho'ng tutma, takabbur bo'lma. Qo'shin xizmatchilar ko'p deb ko'ksingni kerima. Qanchilg'an botur, takabbur, gidaygan kishilarni o'lim yagiga ko'mdi. Tuproq ustini yopdi. Bilimlik yetilgan kishi bek yaxshi aytgan. Bilimlikning so'zini tutsang, barcha ish yaxshi bo'ladi. Xazinam ko'p deb mol dunyolaringga mag'rurlanma. Hashamatim, qo'shinim ko'p deb ko'ksingni ko'tirma. Kuchiga mag'rurlanib ko'krak keriguchi oxiri bir pashiga amal qilanmadi. İşte g'azablik bo'lma, ochiqingni bas. Agar ochiqing kelsa, kekash bo'lib ol. Din ishlaridan boshqa ishlarga oldirma. Oldirab qilgan ishda kishi foydaga erishamaydi. In'om berish to'g'ri kelsa, oldira vaqtida ba. Jazo berish va qamchilashda eg'ir besiqlikni tanla. So'z va harakatingda ho'diqma, oldiraqsan bo'lma. Savr qilgan kishi muloyim deyiladi. Sehiy bo'l, xalqqa mol taqitib ba, yegizgin, bexil bo'lsa, bagla o'z nomini buzadi. Qo'pol so'zlamaslik, o'zni ching tutish kerak. Qo'pol so'z kishilarning ko'nglini tez sovutadi. Barcha kishiga shirin til bilan so'zla. Ochiq chiroy, yo'riq manglay bo'l. Sen xalqning sarxili, harakatingmi sarxil bo'lsin. Diling bilan tilingni to'g'ri tut, ish harakating to'g'ri bo'lsin. Avam yaxshi bo'lsa, uning yaxshiligi o'zi uchun bo'ladi, ay xalqning ulgusi. Agar bagla ish harakatini yaxshi tutsa, hamma yaxshiliklari bilan algi ming xushalliq beg'ishlaydi. Agar baglarning xuy payli yomon bo'lsa, yomonlar kuchaydi, yaxshilikning izini yo'qotadi. Yaman bo'lib, nomingni yomon qilmag'in. Yomonlarni bosqin, ularga yo'l qo'ymag'in. Yomonlik zahardir, bu zaharni yema. Zahar yeguchining hayoti xarob bo'ladi. Kim aqlliq bo'lsa, shuni yaqin tut. Bilimlikning so'zini angla, haqqini ba. Ishonchlik, chin, to'g'ri va yaxshi nom chiqargan kishilarni o'zingga yaqin tut, ularga ishingni topshir. Bu aldamchi dunyoning qiliqlari vafosiz, jafoliq. Bexud bo'lma, hushyor bo'l, uning yo'li bak tayg'oqdir. Qara, u bezinib, jilva qilib ko'nglingni oladi. Ko'nglingni bergandan keyin yuz o'rib tashlab ketadi. O'limingni unutma, g'am qayg'uni qisqa qil. O'limning hujumiga uchrama, ey baxtlik hukmdor. Ey Ali, g'aflat bilan uxlama. Bu baglik bilan mast bo'lma, ey muloyim. Bugungi halovatga aldanma, o'ylan. Oxiratlik halovatni izda, yaxshi o'yla. U dunyoning shodligi uzun, halovati ko'p. Halovat bo'lsa, ana shundoq bo'lsa muvofiq bo'ladi. Halovat yaxshilikni xohlasang, yur, yaxshi bo'l. Ko'p nozu ne'matlar ichida mangu yasha. Bilimga ega bo'lgan, bilim bilan aldi hurmat qozongan kishi nima deydi, angla. Xudo izzat bersa, uning oxiri bo'lmaydi. Ko'p rahim shafqat ichida halovat ko'rasan. Agar sen mag'rurlansang, xo'rliq muqarrardir. Xo'rlanish azobiga kimni toqat qila oladi? Ey Ali, bugun o'zingni tebib deb hisobla. Xalqning hammasi og'riq, sana muhtojdir.
ba'zisi zulm mushaqqat ko'rgan, ba'zisi kambag'allik bilan alam chekkan. Ba'zisi och, ba'zilari yalang'och, ba'zilari bo'lsa qayg'u bilan nadomat qilmoqda. Qara, bularning davosi senda. Dori darmon bilan davola, tevib bo'l. Agar sen dori darmon bilan davolamasang, xalq hayotining ofiti bo'lasan. Oxiratda bir Xudo sendan so'raydi. Javobini tayyorla, o'zingni xalos qil. Hayot tez o'tib ketadi. Baglikmi qoladi? Sana zörür bo'g'ini yaxshi nomingdir. Ey Ali, bu dünya bir terilg'i etizdir ki, nemi terisang qo'lingga shu tegidi. Yur, yaxshilik qil, yaxshilik uruqini terig'in. Buningdan sen mangulik yaxshilik topasan. El boshqurgan dona hokim, el ishlarining yo'lini biladigan bag nima deydi angla. Ey bag bo'g'ichi, ey xalqning ulug'i, diling bilan tilingni kichik tut, o'zingga foydaliq. Ey elga bosh bo'g'ichi, qo'li ustun hukmdor, hamma ishda oldi bilan bilimni ishga sol. Har xil, har turlik ishlarni bilim bilan ishligin. Hamma ko'rkam ishlar bilimdan keladi. Bu dunyo kelib ketguchidir. U hargiz turmaydi. Sen yo'qolmaydigan bir yaxshilik qil. Dunyo qoladi, tug'ilganlar oxir o'ladi. Yomon bo'lsa-mu, yaxshi bo'lsa-mu, nomi qoladi. Yomonga qaytilma, yomon ko'ydiradi. Noming yaxshi bo'lsa, yaxshilik izi qoladi. Ey Ali, sagak o'yg'oq turishga tirishqin. G'aflatda qolgan kishiga boshqalarning ziyni tegidi. Baglikning negizi ehtiyotchanlik, sagaklikdir. Yana bir dunyoni xohlasangmi, shuning bilan erishsan. Bexud bo'lma, bexud bo'lsang baglik ketib qoladi. Bexudlar har ikki dunyoda nadomat chekidi. O'zingga dushman tepivonma va qon to'kma. Bu ikki gunoh uchun jon chiqqanda faryod cheksan. Haromga aralashma, o'zingni ching tut. Haromni yeguchining o'rni jahannamning tegidir. Barcha odamlarga mehribon bo'l. Kishilarning ziynini ko'zlama, yo'lingdan ozma. May ishma, fitna fasodlarga qaytilma, yiroqdir. Bu ikki ish saroy o'rda qal'alarni buzudi. Tug'ilgan kishi o'lim uchun tug'iladi. O'lguchi kishi nomi bilan iz qoldirib ketadi. Bu bir tutam hayot tugaydi, oxirlashadi. Yomon bo'lsa-mu, yaxshi bo'lsa-mu, nomi qoladi. Bu dunyo seni bazlab tavirtidi. Bexud bo'lma, g'aflat seni uxlatib qo'ymasin. Qara, kishini uxlatadigan g'aflatdir. Uxlagan odam ish kuchlarini tashlab qo'ydi. Kishida har xil g'aflat bo'lmagan bo'lsa edi, u farishta bo'lib ibodat qilgan bo'lar edi. Bilimlik bu so'zni bak yaxshi aytgan. Buni tushungin, ey bag'ri kang. Xushallik bilan ayshi ishrat hammasi g'aflatdir. Afsuski, bu g'aflat bilan kishi o'zini yo'qotadi. Bexud bo'lma, g'aflat uyqusi seni uxlatmasin. Ya Rabbim, bu g'aflat uyqusidan o'zing saqla. Elingda ko'z quloqingni eshitib qil. Hamma kishiga shafqatingni yetkaz. Xudo oxiri sendan so'roq savol so'raydi. Xudoning so'roq savoli hammaga yeyilgan to'zoqdir. Nazar sol, taqvodor kishi nima deydi? Taqvodor so'zini tutsa, ish rivoj topadi. Ey erkin yurguchi, xalqning o'ktimi. Xudoning so'roq savoli bor, tadbiringni tayyorla. Ey o'z maylichi yurguchi gunohkor meyib, Xudo bir kuni seni so'roq savol qiladi. Ey behudilik bilan maishat qilg'uchi,
Hesap berishga tayyor bo'l, chiqish yo'lini top. Qara, Xudo hammasini so'raydi, hisob oladi. Qutuladigan yering bormi? Kechib boqqina qani. Ey Ali, qilich qamchi seningda turadi. Bu qamchilar, bu jazolar yomonlar uchundir. Yomonlar yomonliklarini tashlamasa, senmi jazo berishni tashlama, jazo qoralini ching tut. Yomonlar qamchi yepmi tuzalmasa, o'zingni imkon qadar ulardan qo'g'da. Alik yomon bo'lsa, dunyoni buzudi. To'sib turg'uchisi bo'lmasa, yo'ldan azadi. Yaxshilarni qadrla, yaxshilik yetkuz. Shunda qilsang, xalq yaxshi bo'ladi, ey shavkatlik. O'yinga berilma, o'zingni aya. Rahat parag'atga eris bo'lma, kuning oz qoldi. Qonunni adolat ustiga o'rnat. To'g'ri qonun bilan baylik qad ko'tarib tura oladi. Kuchingning yetishicha g'ayrat qil. Behuda ish qilsang, o'zri so'rab tur. Xalqqa boshchilik qilib qonun bilan aldidan chiqagan kishi nima deydi, angla. Ey bey, taqting yetkicha g'ayrat qil. Xalqqa adil bo'l, tegishlik hassini ba. Agar kamchilik yuz bersa, o'zri so'ra. Tiling bilan har kuni tavba qil. Xazinangga oltin kumushni ko'p to'plama. Nima bo'lsa kishilarga bagin ko'p ulashtir. O'lim tutsa, boyliqing sendan keyingilarga qoladi. O'g'il qizlaring yomon ishlar uchun sarf qiladi. G'ayrat qil, tirikligingda mol dunyoni tez sarf qil. Hisob berishdan qutulg'in, o'zingga savoblik top. Xalq ichida yuksak, kishilarning yaxshisi xalq begi bak yaxshi aytgan edi. Ey xazina to'plug'ichi jahon baglari, xazinangni o'zingdan keyingilarga qoldirma. Rohat parag'at aynib ketadi, hisobi sana qoladi. Hisob berish sana yuklanmasin, ey esil mo'ysipit. Ey boy bo'g'ichi, xalqning sarxili. Boyliqingni kang taqitib, ko'p savob ol. Vafosiz dunyoga ko'ngil bog'lama. Oxiri sana jafo qiladi, uningga berilma. Ey xalqning oldida mang'uchi bey. Bu beylikni boldurroq tashlab, o'zingga o'rin hozirla. Ey oshko'z, tamaxo'r, xiyolparast kishi. O'lim yoqangni tutmasda boringni beravat. O'lim yoqangni tutsa, oxir bu mol dunyoning foydasi yo'q. Mollaring qoladi, rohati sana bo'lmaydi. Az yegin, ey Ali, ko'p ibodat qil. So'zni oz qilib, barliq fazilatlarni o'rgan. Kambag'al, tul yetimlarga nazar sol, yo'qlab tur. Bularni avaylasang, haqiqiy adolat qilgan bo'lasan. G'ayvatxo'rlarni o'zingga yaqin yo'latma. Cheqimchilardan o'zingni yiroq tut, ulardan saqlan. Bundaq kishi kishilarning ziyonkashlaridir. Kishiga ziyonkashlik qiladiganlarni sen dushman bil, dushman. Oshko'z kishilarga aldi huquq berma. Shubhilanmaginki, ular ro'naq topgan elni buzudi. O'zingni davzaqdan yiroqlashtirishga tirishqin. Ko'p yaxshilik qil, Xudo seni qo'g'daydi. Bugungi kuningdan oxiratdagi kuning, oxiratdagi tuning hammasi yaxshi bo'lsin. Bilimlik, xushbe'il kishi yaxshi aytgan. Qiladigan ishlaringni so'zmi-so'z yozgan. Bugun uchun oxiratda so'roq kuni bor. Oxiratni o'ylasang, to'g'ri yo'lda yur. Bexud bo'lma, sagak tur, uxlama, o'yg'on. Uyquliq ko'zingni o'yg'oq tut, uyquni tashla. Dinning doli bilan dunyoning doli qarama-qarshidir. Ikkisining yo'li bir-biriga yaqinlashmaydi, bir-biriga zid. Dinning dunyo bilan birikishi qiyin. Bu ikkisi qo'shmaydi, buni bilish kifoya. Birsi yaqinlashsa, yana birsi qochadi. Ikkisini birga tutsa, kishi yo'ldan ozadi. Dunyoni bo'ron chopqin, yomg'ir deb hisobla.
keludida ozroq guldirlaydi, lekin tezli jimiqidi. Baxt kelib hammani ishking oldiga to'playdi. Ko'ngil bog'lasang, hammasini boshqaga berib etadi. Endi boy bo'ldim deganda kambag'al qilib etadi. Qadrlik bo'ldim deganda tuproqdek qadrsiz qilib etadi. Dunyo to'qliqining hammasi ochliqdir. Rohati shodliqi bo'lsa jafodur, qara. Ey Ali, nafsingga qarshi qattiq jang qil. Nafsning tilikini o'rindima, huzur ko'rsatma. Hammadan yomonroq dushman shudir. Uningga yaxshilik qilsa, u yomonlik qiladi. Vafo qilsang, uning badaliga beradigan javobi jafodir. Jafo qilsang, ondan sana vafo qiladi. Nafsingni xo'rlasang, o'zing aziz bo'lasan. Biliming bag, aqling xon bo'ladi, qara. Bu dunyo bir dushman, nafsingmi dushman. Bu ikki dushmanning tozoqlari quruqliq turadi. Bu baxtingga mag'rurlanib, ko'nglingni cho'ng tutma. Tiriklikka to'limi ishinib ketma, umidni uz. Buyuklik, ulug'liq o'tkinchidir. Bu davlat o'timi bir kuni o'chidi. Esil ulug' kishi nima deydi, angla. Mehribon kishining so'zini tutsa, foydasi ko'pdir. Bu baglik bilan sen ko'ksingni ko'tarma, ortiqcha ko'krak kerib ketma, o'zingni saqla. Bu arzimas dunyoni tashlandiq narsa hisobla. Xudo u dunyoda ko'p nozun ne'matlarni beradi. Ey Ali, uch xil kishining noit tanlanganini izla. Ondan keyin bu uch kishiga ishingni topshir. Bularning biri qozi. U zirak, pok, taqvodor bo'lishi, xalqqa foydasi tegishi kerak. Ikkinchisi xalpat. U ishonchlik, chin bo'lishi kerak. Shundoq bo'lganda xalq halovatga erishidi, baxtli yashaydi. Uchinchisi vazir. U bek tanlangan bo'lishi kerak. Xalq nima kelsa, shuningdan keladi. Bu uch ishni qiladigan kishilar to'g'ri, adil bo'lsa, xalq halovatga yetadi, kunlari yo'riq bo'ladi. Eling ro'naq topadi va xalqing beyiydi. Shu chaqda sana yaxshi duo qilinadi. Bu uch ishdagi kishilar yaramsiz bo'lsa, butun elning ishlarimi yaramsiz bo'ladi. Buningga taqlid qilib, munu so'zlarni aytaman. Bu so'zlarni anglag'in, ey xushchiroy. Bagni tutib yetakligichi vazirdir. Bagning elini, ordisini, nomini mashhur qilg'uchimi vazirdir. Agar vazir chulvurni ta'turisiga yetaklasa, hamma ish ta'turmang'idu, bu mening ko'z qarashim. Bu dunyoni tayyor bir dasturxon hisobla. Qimirlagan inson uningdan oz to'li yeydi. Bizdan burun o'tgan ajdodlar qenib to'yg'ichi yedi va o'lib ketdi. Qara, ular ulug' to'yga nazar tashlab yotmoqda. Shubhasiz bizni kaynidan berishga chaqirmoqda. Yana bir avlod ular qo'saq tikilar bo'lib, ular dasturxondagilarni bizdan keyin yegichilardir. Bu avlod bizning qo'pib ketishimizni kutadi. Yana birlari bo'lsa, yeniga kelishimizni kutadi. Bu dasturxonning ne'mati bugun bizga nisb bo'pti. Bizga qanchalik yemak maishat beralaydikin? O'lganlar bizni u tarafga chaqirmoqda. Qo'saqtikilar bizni o'rningdan qo'p deb qo'g'lamoqda. Qara, biri qo'g'laydi, biri chaqiradi. Bu ikkisining o'ttirasida kimmi hozir alalaydi? Ey Ali, bexod bo'lib ko'p o'ylama. Baglikda uzun turmaysan, ey xushbe'il. Ey Ali, haromga qo'shilma, uningdan saqlan. Harom bilan ko'ngil qaridab ketadi, buni cho'nqur tushan. Ey shuhratlik, taqvodor bo'lay desang,
Halal maishat qil, halaldın rizq tap. Halal maishat qilgan, taqvodorlikning beshi halollik deb bilgan kishi nima deydi angla. Halal maishat qilgan kishi Xudo oldida gunoh qilmaydi. Halal maishat qil, atilik oziqingnimi halollik bilan tayyorla. Kimning geli va agni pok bo'lsa, u gunohdan butunlay pok bo'ladi. Pok bo'lishni xohlasang, gelingni tozala. Geling pok bo'lsa, paydang daryodek bo'ladi. O'zingning foydasini izdama, xalq foydasini izda. Sening foydang xalq foydasi ichida bo'ladi. Har turlik ishlarni qilib aqli yetilgan ulug' kent begi nima deydi angla. Bag saodat demakdir. Xalqqa saodat keltirishi kerak. Saodat keltirish uchun xalqning qo'sqini to'yg'izish kerak. Bagla tuvi unchiga to'lgan dengizdir. Dengizga yaqinlashganlar beyishi kerak. Bagla oltin kumush koni bo'lgan tog'dir. Kumush konini qazganlar ko'p boy bo'ladi. Qara, bagla foydaliq, sexiy bo'lishi kerak. Dunyo xalqi uningdan to'qliq tepishi kerak. Ey al-hukmdori, quyoshdek yo'riq bo'l. Xalq sening soyangda yemek içmekka ega bo'lsin. Xudo bo'yningga omonat yukladi. Bu omonatni qo'g'da deb sana aytdi. Ey Ali, sen o'zingga boshqalarning ko'zi bilan qarab baq. Bir o'zing uchun qanchilgan narsalarni to'plading. Sen uchun dengizdagi guharmi tugamaydi. Dengiz tubidagi uncha marvoyitlarmi yetmaydi. Bo'z yer tegidagi oltin kumushni xazinanga yig'isan, ko'plab to'playsan. Tog'larning tegidan chiqadigan guharlarni qo'lab sana yetkizgili bo'lmaydi, ey pak. Bo'z yer ustida unadigan donlarni yig'ib, sen xazina qoznaqlaringni to'ldirasan. Uchar qushlar, mang'ucha maxluqlar, suvdagi beliqlar sendan qutulanmaydi, ey payli qattiq. Karvonlaring alma-al yurib dunyo kezidi. Tovar durdun, tiyin so'zlarni to'playsan. Rumning nafs kimxoblari, dunyoning nodir narsalari sana kasimo, xazina qozniqing to'lmaydi. Arab org'imiqi, esil tulparlar bilan eg'il o'qiring to'ldi. Ko'z qarning to'ydimi qani? Tuman minglagan xil tugilarni to'plading. Yayloqlaringda sonsiz otlar, o'qirlarda qechirlar turibdi. Qo'y podalari tog' o'tloqlarga yamrab ketdi. Qul, kenizak, xizmatchilarmi nurg'un, ey oq ko'ngil. Taskay tarafda sonsiz qotazlaring yaylab yuradi. Vodilarda bo'lsa, buqa, siyir, o'kizlaring o'tlaydi. Qiyolarda yuradigan tog' o'shkilari, tekilami seningdan qechib qutulanmaydi, ey mard pahlavon. Arqar, jaran, bug'i marallar bo'lmasin, hammasi sana tugamas ozuqdir, ey xushbeil. Qulan va ayg'ir yoki ko'kdeki bo'lsin, hammasini tutib sana akiladi, ey botir. Bo'ri, tulki, arslan, eyiq yoki to'ng'iz seningdan qutulanmaydi, hamon sening shikoringda o'ladi. Turna, qoday, oqqu yoki o'rdak, laglak, kaklik, budini yoki g'oz bo'lsin, osmonda uchadigan qora qushlar to'pi seningdan qutulib ucholmaydi, ey qeri bo'ri. Sening o'v qushlaring uchar qushlarni ushqizmaydi. Ishtlaring mangadiganlarni mang'uzmaydi. Otiliqlar otasidan ayrilib yolg'iz qoladi. Onaliqlar onasidan ayrilib yetim bo'ladi. Shunchalar dunyoning hammasi butunlay sana yetishmaydi. Bular tugamaydi, o'zing tugab ketsan, ey qudratlik botir. Faqatla bir gelin, bir agningni deb dunyoning barcha narsalarini to'plading, o'lsang tashlab ketsan. Dunyo to'plashingning oqibat foydasi nima? Qara, ajal jiningni oladi, yiltizingni qirqiydi. Nazar salsang, buning hammasi oshko'zlikdir.
oshko'zlik bilan echir qilgan shaxslar qachon to'ygan? Ko'zi to'q kishi nima deydi angla. Ko'zi to'qliq boyliqning beshidir. Oshko'z kishi butun dunyoga ega bo'lsa-mu, uning boy bo'lishi natoyin. Kambag'al deyishidu, bu kambag'al kim? Qanchalik boy bo'lsa-mu, ko'zi osh kambag'aldir. Oshko'z kishiga boy bo'lishdan foyda yo'q. Ey ko'ngli to'q, oshko'zlarga echingin. Oshko'z kishiga butun dunyomi ozlik qiladi. Boriga qanoat qilg'uchi baxt ichida yashaydi. Qora tuproq ko'z chaniqini to'ldirmaguncha oshko'z kishining mol dunyoga ko'zi to'ymaydi. Ey Ali, mening bilganlarim shu edi. Nemini tushungan bo'lsam, shuni sana aytdim. Bu so'zlarni aytdim, sen anglading. Tegiga yassang, ko'ngling ko'zing echilg'ay. So'zimni tutsang, faqat kelgusida foydasi tegadi. Agar tutmasang, sana bir yuk bo'lib qoladi. Aqlliq tili nima deydi, angla. Agar anglasang, sana bir nasihat bo'ladi. Nasihat kishiga foyda keltiradi. Nasihatni ulashtir, bilguchilar oson. Agar berilgan nasihatni anglamasa, aralashma o'z mayliga qo'yib, yenib turgan o'tni tutsin. Aligning o'dg'irmishqa javobi. Alig bu so'zlarni anglab yig'ladi. Dediki, ey o'yg'oq, kishilarning sarxili, ey dili sagak, sen amdi farog'at bilan yashayapsan. Bu baglik men uchun bir falokat bo'ldi. Amdi men tushundim, ko'zim echildi, o'zimni o'zim o'tqa tashlabdiman. Men to'g'ri yo'ldan adishibdiman. Manga to'g'rilik yo'lini aytib berding. Ey o'dg'irmish, amdi manga duo qil. Yaxshilik yo'lida Xudo manga tavfiq bersin. O'dg'irmishning Aliga javobi. O'dg'irmish javob berib dedi. Ey bag, Xudo sana tavfiq bersin, tilikinga yet. Aql bilan g'ayrat qilib, havoyi havasni bosqin. Havoyi havasga berilsa, kishi bekochi bo'lib ketadi. Seni tugashtirguchi vujudingning lazzatidir. Vujudingning qilmishi sana bo'ysunmaslikdir. Bu dunyo ko'na naati qiyridir. Ochiq qiliqlari bilan talay baglarni nobud qildi. Seningdek mard baglardan talaylarni qiyritdi. Bu dunyo senimi uzoq yashatmaydi. Ular ketib, bu o'rin sana qoldi. Vaqt kunlarni behuda o'tkazma, hozirlik qilib qo'y. Ey Ali, o'limingni unutma, o'yg'on. Shubhilanma, sana o'lim payti tez keladi. Ey Ali, o'zingni unutma, o'ylan. Agar o'zingni unutsang, aslingga nazar sol. Agar bu ikki narsani kim unutsa, u to'g'ri yo'ldan yiroqlashadi. O'zini tushungan, havasni aqliga bo'ysundirgan kishi nima deydi, angla. O'limingni unutma, gör sening mangulik yurtingdir. O'zingni unutma degan nasihat esingda bo'lsin. Sen ma'nidin to'ralgan man deb maqtanma. Vujuding man deb maqtansa, ani sening o'rning deb ayt. Bu o'lim pistirmida turadi, ko'rinmaydi. Oldinga kelmoqchi bo'lsa, hargiz adishib qolmaydi. Tirik odam uchun boshqa hech qanday qiyinchilik bo'lmagandimi? Faqat bu ochiq o'limga nazar silish kifoya edi. O'lgandan keyin qor yer qetida chirib ketishning o'zimi yetarlik edi. Uningdan boshqa yana bir necha ish borki, o'limga yo'l ochilganda ularning hammasini ko'rasan. Bu holni biladigan aqlli kishi qandoqmi xotirjam uxlay oladi, qandoqmi maishat qiladi. Bilim berguchi, bilim bilan himmatini yuksak tutquchi nima deydi, angla. Himmatini buyuk qil, ko'nglingni yuksak tut. Bu dunyoni tashla,
uningdan umidingni uz. Bu dunyo zindondir, uning ichi ilonga to'lgan. Buni tashla, yo'ruq haqiqiy dunyoga yetishkin. Pak jonning qepi qori yer bag'ridir. Sen qori yer qepiga kirguchi ey sehi. Bu dunyo qorong'u quduqqa o'xshash zindondir ki, balo qazo, jafo mushaqqat hammasi bu yerga to'plangan. Zindonda turib qandoqmi rohat ko'ralaysan? Ko'nglingni, aqlingni berib nimani orzu qilasan? Bu bir uchum qora tuproqni tashla. Ulug' mangu makonni izda. Sarobning nima hojati? Bu chang to'zon tumandan o'zingni yuqori tut. Pak mangulik makonni izda ko'zingni och. Sen 1000 yil yashasangmi baribir o'lasan. Ey kunim, o'lim bir kuni kelib yoqangdan tutudi. Mal dunyo qanchalik ko'paysa, uning bosh og'riqimi shunchalik ko'payadi, ey mard o'g'lan. Kishi necha 1000 yil yashashni orzu qilsa-mu, orzu va ehtiyojlarga tamoman erishamaydi. Bu zaman o'qidan ko'ngli yaralangan kishi nima deydi? Angla ey oq ko'ngil. Kishi bütün orzusiga yetib to'liq 1000 yil yashasa-mu, ehtiyojliq narsalarga tamoman erishamaydi. Orzu qilg'uchi hammaning tal bo'lishini tilaydi. Tiliki tal bo'lganda o'zimi haqiqatan tugaydi. Sözning foydasi ko'p so'zlashda yoki so'zni tingirqab ko'p anglashda emas. Sözning foydasi shuki, anglagan so'zingni ko'nglingda tutib amal qil va o'zingni to'g'ri yo'lga sol. Men ko'p so'zladim. Sen mu tamoman anglading. Sözümge amal qil, uning foydasini ko'r. Tilim o'zini tutanmadi, ko'p so'zlab qo'ydi. Sözüm kemaymidi, lekin e'tibori kemaydi. Ey Ali, Xudo sana tavfiq bersin. Ko'p yaxshiliklarga qo'l yetkizgin. Tangrim tilikinga yetkizsin, seni qo'g'disin. Ey Ali, menimi duoda unutib qolmagin. O'dg'irmish so'zini tugatdi va o'ri turdi. Ali uni tutib azroq o'ltirg'in dedi. Yemek içmek keltirib, turlik g'izolarni qo'ydi. Ozg'ini tetib baq, ey yaxshi kishi dedi. O'dg'irmish qo'lini uzatib tegishlikini oldi. Yemek içmekten azroq eg'iz tegdi. Ondan tamoqdan qo'lini tortib ortiqcha yemedi. Allohning nomini atab Rabbiga shukr qildi. O'dg'irmish o'rnidan qopib salom qildi. Aligmu salamiga javob berib o'rnidan turdi. O'dg'irmish u yerdan qaytib chiqdi. Ali kaynidan chiqib uzatib qo'ydi. Ali bilan qarshib turib xo'shlashdi. Qo'l elishdi. Ali qayg'urgan holda qoldi. U yerdan yana tog' tarafga qarab mangdi. Qerindishi uning qo'lini so'yib, xeligacha billa mangdi. O'dg'irmish qerindishini qaytiraverdi. O'gdilmishmi xo'shlashib yenib keldi. Ko'ngli yerim bo'lgan holda uyiga yetib keldi. G'am qayg'u bilan ko'ziga uyqu kelmadi. Sharqdan quyosh bosh ko'tarib o'rladi. Dunyo to'liq oqqu rangiga kirdi. Quyosh o'rnidan qopib, ko'ksini egiz ko'tardi. Bütün dunyo kafur tusiga kirdi. Dunyo farishta yuzidek nurlandi. Osmon yuzi kafur chechilgandek bo'ldi. O'gdilmish yana to'shakdan qopdi. Tahorat elib pok ko'ngil bilan namoz o'qidi. To'nni kiyib, otlanib uydan chiqdi. U yerdan saroyga qarab mangdi. Etidan tushib saroy ichiga kirdi. Ali uni chaqirdi. U kirib Aliga ko'rindi. Alining o'gdilmishga savoli. Ali avval o'dg'irmishni so'radi. Qanchalik turg'unini va qachon ketganini so'rashdi qildi. Ali yana dedi: "Ey o'gdilmish, endi mening yegan ishim zahar bo'ldi. Bundan keyin qandoq yashashim kerak? Qaddim pukildi, endi dast turolmayman."
Әмді бәг болышның xalq yükünü көтірішінің nima hajeti? Bu qayg'u andishilar dilimni vayron qildi. Askar xizmatchilar bo'lmasa, xalqni boshlig'ili bo'lmaydi. Baglik ishlarining hammasini bag ishlab ketanmaydi. Askar xizmatchi tutsa, shubhasiz mol dunyo kerak bo'ladi. Bu narsalar bo'lmasa, el atrofingga yig'ilmaydi. Qo'shinga boshchilik qilib, bag ishi bilan yashagan kishi nima deydi, angla. Xazina, askar xizmatchilar baglarning kuchidir. Bu ikkisi bilan kishi dushmandan o'chini ola oladi. Bu ikkisi bilan bag ustunlikka ega bo'ladi. Bu ikkisi birlashsa, bagning toj taxti ulug' bo'ladi. Askar xizmatchi to'plashgan nurg'un mol dunyo kerak. Mol to'plash uchun jafo chekishga to'g'ri keladi. Mening birli bo'yim, birli kelim bor. Nima uchun shuncha vala xalq yukini bo'ynimga ortib olaman? Qanchalik kambag'al bo'lsa-mu, kishi oshqonmaydi. Bu o'lim hayot kishidan o'chini oladi. Yetmiş ikkinci. Ögdilmiş Aliga elni idora qilish usullarini aytdi. Ögdilmiş javob berib dedi. Alig hamma ishga to'g'ri tadbir qo'llansin. Tilingdan yaramas yomon so'zlarni chiqarma. Buni Xudo ravo ko'rmaydi, ey bilimi daryo. Bu baglikni sen o'z tiliking bo'yicha zo'rlab olmading. Buni Xudo o'z fazilati bilan belgilagan. Seni qadrladi va bu baglikni berdi. Buningga shukr qil, ey bilimi kang. Dilingni tuz, o'zingni pok tutib, Xudoga ibodat qil. Xalqqa odil va mehribon bo'l. Havoyi havaslaringni aql bilan bos. Uni yengin, nafsingni bilim bilan yanchib tashla. Bilim bilan nafsni, havaslarni bosgan bilim berguchi nima deydi, angla. Vücudunun tuz bo'lishini xohlasang, havasning bo'ynini kes. Havoyi havas o'lsa, vücudunun agrisi tuzlanadi. Havoyi havasga qul bo'lmaslikka tirishqin. Havoyi havas bilan nafs, har ikkisila din o'g'risidir. Ey Ali, sen nimishqa ojiz bo'lib qolding? Har xil yaxshiliklarni qilishga kuching bor, qo'ling yetadi. Nima uchun shuncha bo'la qattiq g'am qilasan? Nima uchun hayotingni ochiq qilasan? Yetarlik xazinang bor, qo'shin, askar xizmatchilar ko'p. Hamma ishga yo'l ko'rsatiladigan bilim aqling bor. Xazinangni ulashtirib, askar xizmatchilarni xushal qil. Ular orqali hamma orzularingga yet. Kumush, oltin taqitib, dushmanni yengan jangovar shijoatli kishi nima deydi, angla. Agar sen doim ustunlik qozonmoqchi bo'lsang, askar xizmatchilarni xushal qil, boturlarni maqta. Askar xizmatchilaringni xushal qil, ondan tilakingni tila. Barcha tilaklaring o'rindiladi, dushmanning bo'yni egiladi. Askar xizmatchilarni ko'paytgin, ularni xushal qil. Ularni bir kuni sen uchun so'yimlik jinini pido qiladi. Qo'shin va askar xizmatchilar bilan kofir dushmanlarni yanchib tashla. Xudodan madad tila, sening tayanching pokdir. Bu kofirlar uchun qo'shin askar to'pla, qoral tayyorla. Kofirlar bilan bo'lgan jangda o'lsa, o'lim hisoblanmaydi. Öy makonlarini ko'ydir, butlarni sundur. Uning o'rniga masjid, jome bino qil. O'g'illarni qo'l, qizlarni cho'ri qilgin. Uningdan o'ljagan narsalar bilan xazina to'pla. Musulmonlikni yo'lga qo'y, shariatni targ'ib qil. Shunda qilsang, yaxshi nom qozanasan, ulug' bo'lasan. Musulmonlarga qarshi turma, qo'l takkizma. Ularning homiysi Tangridir, ey Ali. Musulmon bilan qarindoshdir. Qarindoshlarga cheqilma, doim yaxshi o't. Xalqqa adolat qil, xotirjam yashsin. Sana yaxshilik tilab duo qilsin.
Ondan Xudo sana so'yinch beg'ishlaydi. Ikkili dunyo sening bo'ladi, ey qahramon. Aligning o'gdilmishga javobi. Alig dedi. Bu so'zlarni yaxshi deding. O'zimmi xuddi shunday qilishni xohlayman. Ey yigit, mushu ishlarni qiladigan do'stim qani? Bu ishlarni qilishda sen menga yor yo'lak bo'l. Oldi bilan alni ro'naq topqizish, xalqni pok qilish kerak. Ishki tashqi munosabatning tadbirini tuzish kerak. Yaxshi ko'rganlarga in'om berib xushal qilish, seni yaxshi ko'rmaydiganlarni taqib qilish kerak. Buning uchun oldi bilan alni ro'naq topqizish kerak. Ishki tashqi meyxonalarni tozalash kerak. Xalqni qonun bilan tamoman tuzitish, eldiki yaramaz ahvollarni tozalash kerak. Xotirjamlik, el ro'naqligi qani, men buningga yetishammadim. Ish ustiga ish to'plandi, ko'zim yumilmaydi. O'gdilmishning alayga javobi. O'gdilmish javob berib dedi: Ey bag, sen ishlarni so'zma, hamma ishlar bilan shug'ullan. Qiladigan ishingni nemishqa orqaga so'zasan. İşlerini so'zma, vaqtida qil, ömrün o'tib ketadi. Bugungi ishni qilmasang, atki ishmi buningga qo'shiladi. Ish ustiga ish to'planib qoladi. Bugungi ishingni qo'yib, at qilaman dema. Ati ishing chiqib qolsa, bu qilinmay qoladi. Elni idora qilib tozalab tur. Kelgusida xalqmi, o'zingmi rohatga erishsan. Yomon bo'lma. Yamanlarga yamanlık işlet. Yamanlarning hammasini elingdan tozala. Adil bol, to'g'ri ish qil, to'g'ri harakat qil. Shunda qilsang, yamanlar agrilar qoyil bo'ladi, harakatini tuzaydi. Ta'tur harakat qiladigan ta'tur kishilarning yamanligini cheklamaguncha ishlar o'ngishli bo'lmaydi. Yamanlarni yaqin yo'latma, zini tegadi. Yaxshilar bilan sagak yasha. Adil, ko'ngli tuz, tili bilan dili bir, xulqi chiroyli kishi nima deydi angla. Yamonga qaytilma, to'g'ri yo'lda yur. Agrilar orasida to'g'ri kishining kuni tor bo'ladi. Kim yomonlik qilsa, o'z yo'lida falokatga uchraydi. Qiyomat kuni to'g'riga to'g'rilik hamdam bo'ladi. Ey Ali, askar to'plamay amal yo'q. Baglar bulg'in ishlarni askar bilan tozalaydi. Askar xizmatchilarni to'plash va in'omlar berish kerak. Kambag'allarni beyitish, ochlarni to'ydirish kerak. Xizmat qilib yurganlar umid bilan yuradi. Xizmatchi umidini uzsa turmaydi, ketadi. Ey Ali, xizmatchilar bir qancha xil bo'ladi. Farqlantirib ayrim muomala qil, yo'ldan adashmasin. Ularning bir xili 100 obro'y uchun ishlaydi. Ularning 100 obro'yini qilish kerak, orzusi qonsin. Yana bir tabaqasi mol dunyo talab qiladi. Ularga mol dunyo bagin jinini pido qilsin. Yana bir xili mol dunyo ham obro'y tilaydi. Shuhrat qozonish uchun ot va to'n talab qiladi. Agar polvon margan bo'lsa, kumush bagin. Qilich urib shahar allarning ishikini ochsin. Bilimlik, aqlliq, dono kishi bo'lsa, ularni qadrla, mol dunyo va yordam qo'lingni uzat. Yomon, zo'ravon bo'lsa, uni faqat o'stirma, huquq berma. U seni nadomatda qoldiradi. Yomon o'ktamlarni o'stirma, beytma. Shubhisiz shifoliq dorangni zaharga aylantiradi. Baturlar yabg'usi nima deydi angla. Eng zaif xalqmi boy bo'lsa bosh egmaydi. Yamonlarni beyitma, ey qudratlik. Yamonlar beysa peylini buzadi. Yaxshilarning mo qo'li qisqa bo'lsa, muhtojlikqa tushib, xuy peyli buzuladi. Yaxshi xulqliq kishi muhtojlikqa tushib qolsa, qiliqlari va yaxshi mijoz xulqimi o'zgarib ketadi. Yamonlarni xo'rlasang, yurish turishini to'g'rilaydi, yaxshilarni hurmat qilsang, qiliqlari texmi yaxshi bo'ladi. Samimiy, sodiq kishilarni o'zingga yaqin tut. Uyatsizlarni o'zingdan yiroqlashtir, ulardan saqlan.
Kimlar foydali, kimlar foydasiz farqlantirib tanlab muomala qil, ey bilimlik dona. Yaxshi ko'radigan va yaxshi ko'rmaydiganlarni farqlantir. Yaxshi ko'rganlarni so'y, dushmanga o't bo'l. Shodliqingni xolamagan kishilarni o'zingdan yiroq tut. Uni so'yindirma, qiladigan ishlaringni uningga berma. Sadoqatni xiyonat bilan aralashtirma. Yaramliqni yaramsiz bilan birga tutma. Bir ishni birla vaqtda ikki kishiga topshirma. Ishonginki, bir-biriga döngishib ish qilinmay qoladi. Ishingni ish biladigan kishilarga topshir. Ish qilishni bilmagan kishi qiynalib qayg'uga cho'madi. Xizmat qildi debla ko'rganlik kishiga ish topshirma. Ishni sana foyda keltiradigan kishilarga bergin. Al manfaatini va o'zingning manfaatini tiligin. Boshqalarning manfaatiga ko'z tikma, uningga ilinma. Boshqalarning ko'ngliga qarama. Har kim o'z foydasini ko'zlaydi. Al manfaatini ko'zligin, o'zingni zo'mu-zo pusma. Sana kim foydaliq bo'lsa, senmi uningga foydaliq bo'l. Foydasi tegmaydigan kishini o'zingdan yiroqlashtir. Foydali kishini qadrla, hurmat qil. Ey Ali, muhim ishlarni uningga topshir. Ey Ali, sen uchun qiladigan ishlar ana shulardir. Bularni ijro qilsang, el ro'naq topadi. Noming yaxshi bo'ladi, o'zing baxt topsan. Seningdan keyin noming, so'zing yodlanib qoladi. Xalq beyiydi, el saltanat ro'naq topadi. Xolig'iningcha xazina to'play olaysan. Samimiy, mehribon kishi nima deydi angla. Uning samimiligi so'ziga mos keladi. Qaysi elning begi yaxshi va to'g'ri bo'lsa, shu elning xalqi beyiydi, kuni tug'idi. Xalqning boyligi beg uchunmi boyliqdir. Xohlasang uni olasan, xohlasang buni. Shahar kentlardagi o'g'rilarni yo'qotqin. Musofir karvonlarni omon yuradigan qil. El ichida xalqqa zulm qiladiganlarni yo'qot. Chet yoqi joylardagi qaroqchilarni tozala. Yomonning peylini jazo bilan tuzat. Yomonga yomon yarashidi, senmi shunday qil. Ey tosh yurak, yaxshilarning ozodi yuralishi uchun yomonlarni yo zanjirda yoki zindonda tutish kerak. Buningdan boshqa eldagi xalqlar bir necha turlik bo'ladi. Bularni ayirib farqlantirib turish kerak, yo'li ochiq bo'lsin. Ularning biri bilimlik olimlardir. Bu olimlar bilan kishilar baxt davlatga erishadi. Bularni qadrla, nima desa shuni qil. Shariat yo'lini tutib rad qilma, egil. Bularning yemak ichmakini haqqini o'ksitma. Ta'minlab tur, muhtojlikqa tushmasin ey hokim. Ular ko'ngil ozodaligi bilan boshqalarga o'rgatsin. Bilimsizlar ulardan o'rgansin. Bulardan keyin muhtasiblar turadi. Bularning huquqi kuchlik bo'lishi kerak, ey qudratlik. Fosiq, bekochi, bezodilarni qisib tutsin, masjid jamoatlarini to'liqlasin. Ondan keyingi tabaqa sana xizmat qilguvchilar bo'lib, qattiq tutmasang, ular isyon ko'taradi. Bular yuk ko'tarmaydi. Bularning yuk mushaqqatini o'zing ko'tarishingga to'g'ri keladi. Bulardan qolsa avom xalq turadi. Bularga adolat bilan yaxshi qarash kerak. Bularmi 3 tabaqaga bo'linadi. Buni farqlantirish kerak. Zulm qilma, zulm qilsang alga jut keladi. Bulardan biri baylardir. Xalqning kuchligi ashula ey qudratlik. Qara, bulardan keyingisi o'tir hal kishilar bo'lib, o'tir hallar baylar qilgan ishni qilolmaydi. Kambag'allar bulardan keyin turadi. Hammadan avval bularni astirash kerak. Baylarning yukini o'tir hallarga yuklamaslik kerak. Unda qilsang o'tir hallar buziladi, holidan ketadi. Kambag'allarga o'tir hallarning yukini artmaslik kerak. Unda qilsang kambag'allar ochdan o'ladi, yiltizi uziladi. Kambag'allarni asrasa o'tir hal bo'ladi. O'tir hallar o'zini o'ngshib olsa,
boyliqqa erishidi. Kambag'allar o'tirhol bo'lsa, o'tirhollar beyiydi, o'tirhollar beysa, eling boyliqqa to'ladi. Al ro'noq tepib, xalq rohatga erishidi. Shu zamonda sen duoga ega bo'lasan. Uch ordu xoni nima deydi angla. Nomingning yaxshi bo'lishini izdigin ay o'lgich. Kimning yaxshi nom bilan jeni chiqsa, uning yaxshi nomi duo bilan davomliq yodlanadi. O'lgandan keyin kim yaxshi duo bilan yodlansa, u qaytadan tug'ilib, yana bir hayot yashagandek bo'ladi. Mayli yerning ustida bo'l yoki yerning ostida bo'l, yaxshi noming mashhur bo'lsa, shuhratini o'zing ko'rasan. Qara, o'zing o'lasan, yaxshi noming qilishi kerak. Kishi o'ladi, yaxshi nomi qolsa, mangu yashaydi. Qara, senda ra'iyatning, ya'ni puhroning 3 haqqi bor. Bu haqni ado qil, sen zulm qilma. Biri elingda ko'mishni sap tut. Tarkibini nazorat qil, ay bilimlik. Yana biri xalqqa adil qonun yurgiz. Birining ikkinchi biriga zulm qilishiga yo'l qo'yma, ularni qo'g'da. Üçüncüsü, barlıq yollarının amallıqını saqla. Qaraqçı, bulangçılarını pak-pakiz tazala. Şunda qılğanda, rəiyyətinin haqqını ötügən bolasan. Ondan keyin sen haqqını talab qil, ey səxi hökümdar. Rəiyyət üstüdümü senin 3 haqqın var. Bularnımı ulardan talab qilish kerak, yaxşıraq anla. Biri yarlıqını hürmet qilsin. Nima degan bo'lsang, darhol shuni ijro qilsin. Yana biri xazina haqqini tutib qolmasin. Uni o'z vaqtida yetkizsin, ay saxi. Uchinchisi, dushmanga dushman bo'lsin, kimni yaxshi ko'rsang, shuni yaxshi ko'rsin. Shunda qilganda, sen o'z haqqingni olgan bo'lasan. Ularmi o'z haqqini ado qilgan bo'ladi. Bag o'z ishlarini ana shundoq yurgizishi kerak. Ra'iyatni xuddi shundoq bo'lishi kerak, ay ulug'. Xalq begining yaxshiligiga ega bo'lsa, ondan bag xotirjam bo'ladi va shuhrat qozonadi. Ay Ali, seni ikki olam baxtga yetkazadigan ta'lim ana shudir. Bulardan boshqa olim donolar dast turib, xalqqa bilim bersin, nazorat qilsin. Yana muhtasiblarning huquqi kuchlik bo'lsin. Jamoat ishini kezib, yamonlarni yig'sin. Savdogarlar omonatlarini ehtiyot qilsin, hunarvallar nasihatlarini qilib tursin. Dehqonlar dehqonchilikqa mohir bo'lsin. Chorvachilar chorvalarini ko'paysin. Endi sening xizmatingni qiladigan askar xodimlar qoldi. Bular dushmanga, bo'riga qarshi yurish qilguchilardir. Bularni xushal qilib, mol hadiya qil. Diqqat qil, ularni boshqa ishlarga band qilma. Foydaliq bo'lish darajasiga qarab, ularni qadrla, ihson qil. Mol dunyo bilan beytqin, kuchini oshir. Ular dushmanga, bo'riga qarshi to'liq tayyorlansin. Do'stlarga yor yo'lak bo'lib, dushmanga o'lim bersin. Shundoq qilgandilar, hamma do'stlaring tanlanib chiqadi. Barliq ishlaring pokiz o'rindiladi, ro'noq topadi. İki dünya yaxshiliqi sening bo'ladi. Xudoyimning so'yinchisiga ega bo'lasan. Qarag'ana, adolat degan musho, to'g'ri, adil bo'l. Bu adolat seni tilakingga yetkazadi. Adilliqing uchun Tangri seni yaxshi ko'radi. Adillikdan boshqa xalqqa o'shmanlik qilma. Dili yo'ruq kishi nima deydi angla. Buning ma'nosi o'ylab qarasang, bu so'zga guvohdir. To'g'riligi uchun osmon oyoqda tik tura oladi. Tavrimganligi uchun yerda cho'p ziroat unidi. O'zgarmay to'g'ri tur, dilingni to'g'ri tut. To'g'ri odam ikkili dunyoda adolatga erishadi. Ey Ali, mening bilganlarim mana shular. İçim va teshimdagi hammani sana bayon qildim. Ikkili dunyoda foydaliq bo'lgan so'z shu edi. Bularni men sana aytib berdim. Bu dunyoning halovati va yaxshi nom, dunyo oxiratmi
hammasi sening bo'lsin. Bu dunyoning mol dunyosi hammasi qoladi. O'zing o'lib ketsangmi, yaxshi noming qolsin. Buningga taqlid qilib, bilim yaxshi so'z degan. Söz ma'nosi bilan uning o'xshitib shundoq degan. O'zim o'lsammi o'lay, nomim yaxshi bo'lsin. Tirik oxir o'ludi, nomim qolsin. Tirishib yaxshilik qilg'in, yaxshi nom izda, yaxshi noming bilan mangu tirik qol. Ali bu so'zlarni anglab qattiq so'yindi. Ko'zi ochildi, dili yo'ridi, huzurlandi. Alining o'gdilmishga javobi. Ali o'gdilmishni ko'p olqishladi, maqtadi va dedi: "Sen o'zing bilganlarni so'zlading. Bugundan boshlab Xudo tavfiq bersin. Sen aytgan bu so'zlarni astoydil ko'nglimda tutay. Rabbim sendek yordamchini menga ato qildi. Tilisam tilikimni beradi deb umid qilaman. Xudo sening barliq orzu tilaklaringni bersin. Orzularimni tugal bayon qilding, ey yaxshi donishman. Bugundan boshlab sen mehribonlik bilan menga yordam qil, ey ko'nglimga yaqin. Sana haqiqiy ishonaman va ishonch bog'layman. So'zingni mendan yoshirma, ey xushchiroy. Quyosh meni qandoq yoritgan bo'lsa, senmi kunlarimni shundoq yoritding. Seni sarmoyam deb hisoblayman. Ko'ngil bergan, tili va dili bilan yaqin bo'lgan kishi bek yaxshi so'zlarni aytgan. Ko'ngling kimga ishonsa, shuni aynak qil. O'zimni ko'ray deb uni oldingda qo'y. Samimiy kishi odamga aynak bo'ladi. Uniga qarab odam xulq mijozini tuziyalaydi. Kimning ko'ngli kimga haqiqiy yaqin bo'lsa, uningga ishonish, o'ziga haqiqiy yaqin tutish kerak. Ishongan kishiga sir aytish kerak. Ishongan kishi sir aytsa, mahkam saqlash kerak. Qara, o'gdilmish Alining so'zlarini angladi. So'yindi, xo'p deb tabassum qildi. Ali so'zini tugatdi, o'zi hayajonlandi. O'gdilmish o'rnidan turib, u yerdan chiqdi. Ali shundan boshlab rohatni tashladi. Ko'p mushaqqat chekib, elini ratga soldi, tuzatdi. Yomonlarni yiroqlashtirdi, yaxshilarni to'pladi va ularni o'ziga yaqinlashtirib vazifa berdi. Xalq tuzaldi va eli tozlandi. Yil, oy, kunlar tinch o'tdi, halovatga erishdi. Al foydasi bilan hayot lazzatli bo'ldi. Xalq halovatga xushal bo'lib, shodlik bilan kuldi. Ali o'gdilmishni nihoyatda qadrladi. Ishinib, hamma ishini uningga topshirdi. Shundoq qilib o'gdilmish bir necha vaqt yurdi. Alam qayg'u bilan yana bearam bo'ldi. O'zini va ish harakatlarini kuzatdi. Hayotini va yigitligini zoya qilayotganligini bayqadi. Ko'ngli ko'ksi yo'ridi, ko'zi ochildi. Ko'nglini butunlay pok qilishni orzu qildi. Yetmiş üçüncü. O'gdilmishning o'tib ketgan hayotiga echinib tavba qilganligi aytiladi. O'gdilmish shundoq dedi: "Men behud holda shodlanib yurdim. Hayotim g'aflat ichida behuda o'tdi. Hayot kuch-quvvati mendan ketmoqda. Tetikligimni yo'qotib, qo'limga hasa olmoqdaman." U pushaymon qilib dedi: "Esit, kunlarim o'tib ketdi. Ömrüm tügüməkdə, keçilerim qarayışqa başladı. Mən kalıdək nazu nimetlərini yedim. Bilib bilməy bir kalıdək yaşadım." Yana dedi: "Mən behud halda oynab külüp yürüdüm. Küllerimni behudu ötküzüp ettim.
Mendin yigitlikning kuch quvvati ketdi. Endi köyüp tutab yigitlikka echinaman. Hayotlik ojuqdi, o'lim yaqinlashdi. O'limga chora yo'q, uningdan qutulish yo'limi yo'q. Chechim shunqor paylardek kulrang tusga kirdi. Saqilim ko'zida g'azon bo'lgan gul bargiga aylandi. 32 tishim oq unchidek edi. Endi yipi uzilib bir-birlab chechildi. Ko'zlarim bir kunlik yerni ko'ratdi. Endi xiralashdi, oldimdagi kishini ko'ranmayman. Quloq tutsam yiroq ovozlarni anglaytdim. Bugun qo'l bilan ishorat qilib so'zlashadigan bo'lib qoldim. Beshim quzg'un tusidek qop-qora edi. Endi boshqa oqqu qo'ndi, yeshim yetildi. Endi men Xudo oldiga qaytadigan bo'ldim. Gunohlarim uchun faryod chekib yig'lashim kerak. Men Xudo oldiga boradigan bo'ldim. Gunohlarim uchun o'zri so'rashim kerak. Endi yaramas ishlarni tashlab, ko'nglimni bulg'inishlardan pok qilishim kerak. O'gdilmish o'rnidan turib tavba qilmoqchi. Xudoga sig'inib gunohlarini tilamoqchi bo'ldi. Lekin o'ylanib qoldi va shundoq dedi: "Oldiramay. Oldirang'uliq ziyonliqdir, undaq qilmay. Oldi bilan bu ish ustida maslahatlashish kerak. Yaramas ishlarni o'zimdan chatlashtirishim kerak. Har qanday ishni maslahat bilan bilib qilish kerak. Maslahat qilmaganlar ishdan zarlanib pushaymon qiladi. So'z mahirlari nima degan angla. Har qanday ishda maslahat yaxshi choradir. O'z yaqinlaring bilan maslahatlashish kerak. Maslahat bilan har qanday ish rivoj topadi. Maslahatlashsa kishi o'z ishini o'ngshaydi. Maslahatlashmagan kishi oxiri pushaymon qiladi. Men endi qarindishimning huzuriga boray. Uningga bu ishlarimni maslahat qilay. Yaraydi desa, men bu ishlarni qilay. Bo'lmaydi desa, maslahatim o'z joyida qolsin. Kishi o'z ishini o'zi to'liq ko'rib bilinmaydi. Boshqalarga tushuntirib aytish kerak. Maslahatlashsa kishining bilimi kengayadi. Maslahatga bilim qo'shilsa, qo'l uzun bo'ladi. Maslahatlashgan kishi nima deydi angla. Kishi o'z ishini maslahat bilan tuttiradi. Nimish qilishing haqida kishilar bilan kengash. Kengashmaydigan kishiga qaytilma, yiroqlash. Qandaqli ishni qilmoqchi bo'lsang, kengashib andin qil. Tilak orzularingni kengash bilan amalga oshir. Oqshimi yetib qoldi, atiganda turib tahorat oldi. Etini minib Alik huzuriga bordi. Ruxsat so'rab Alikning oldiga kirdi. Alik uni hurmat qilib o'rin ko'rsatdi. O'gdilmishning Alikka savoli. Alik bayon qilib dedi: "Men bugun qarindishimni qizg'in ziyorat qilmoqchiman. Agar ijozat berilsa, u yerga borsam, ziyorat qilib, ondan qaytib kelsam." Alikning o'gdilmishga javobi. Alik dedi: "Bag'in, mendan uningga salom yetkazib qo'y, ey komil bilimlik. Xudoga ixlos bilan ibodat qilgan paytlarida duoda meni unutmasin. Xudodan gunohlarimni tilasin. Duo bilan Xudo gunohlarimni kechirsa ajab emas." O'gdilmish xo'p deb u yerdan chiqdi. Uyiga yetib keldi, chiroyi ichildi. Dunyo yuzi oltin rangiga kirdi. Quyosh yoqut rangini zafronga o'zgartdi. Osmon qopiqini turib yuzini qaraytdi. Barcha kishilarning ko'zini bog'ladi. Namoz o'qidi, to'shakka kirib yotdi. Biroz hordiq elib, xeyli uxladi. Ba'zida uxladi, ba'zida o'yg'oq xiyol surib yotdi. Xiyoli uni yotqizmadi. Yana o'rnidan turib ketdi. Yana to'shak silib yotdi, uzun uxladi. O'zi yolg'izlikda cho'chib uyg'onib ketdi. Keyin ikkili ko'zi zodi yumilmadi. Xiyol surib o'yg'oq yotdi, o'zi zerikdi.
qarasa sharqdan qora qush chiqib ushqunga o'xshash yerdan ko'tarilishga boshladi. Keyin yildirik bilan ayg'ir yo'ridi. O'zidan belgi berib arantir sapki tizildi. Sukich o'rlab osmonga ko'tarildi. Sura ibrini o'qib sayrashga boshladi. Sharqqa qaradi. Quyosh beshi ko'tarilibdi. Yerdan yuqoriga qarab o'rlabdi. Quyosh sho'lasi putoqlanib nayzadak yuqoriga yeyildi. Osmon yuzi cho'g'dak yolqulladi. Dunyo so'yimlik yor kulkisidek yo'rib ketdi. Qayg'ular yo'qolib, shodlik boshlandi. O'gdilmish o'rnidan turdi. Tahorat elib namoz o'qidi. Etini mindi va taqqa qarab yuzlandi. Berib etidan tushdi, darvozani qoqdi. Qerindishi ibodatini qo'yib darvozani ochdi. O'gdilmish uni ko'rib salom qildi. O'dg'irmish salomiga javob yondirdi. Qo'l tutishib uyga kirishdi. Qerindishi so'z boshlab shundoq dedi. O'dg'irmishning o'gdilmishga savoli. Ey qerindishim, nima uchun kelding so'zla? Sen bilan ko'rishgili teha bir oymi bo'lmadi-ku? Ko'nglingni tushkunrak ko'ryapman. Qizil yuzingmi sarg'ayib qolgandek turadi. Qandoq qayg'u keldi, holingni chuk. So'zingni menga ayt, ig'iz och. O'gdilmishning o'dg'irmishga javobi. O'gdilmish javob berib dedi. Ey qerindosh, zaman o'qi ko'ksimga tagdi, dilimni yaraladi. Zaman pand nasihat berib ko'zni ochsa, o'lgan ko'ngilmi tiriladi ekan. G'aflat qolganim uchun ko'nglim uyquda edi. Zaman nasihati meni uyg'otdi. Ko'ngil ko'zi bilan qarab, o'zimni sinab ko'rdim. To'g'ri yo'ldan ozg'onligimga ajablandim. Hayot oxirlashdi, yukim ig'irlashdi. Gunohlardan qaytish paytim keldi. Hayotim davomida kishilarga xizmat qildim. Xudoning ibodati qilib qoldi, bexud bo'lib uxladim. Dunyo o'tiyverdi, hayotmi o'tiyverdi. Qara, bu dunyo qoladi, hayot tugaydi. Yashash uchun dunyoga intildim. Ömrüm oxirlashdi. Endi bu past dunyo nimaga kerak? Shuningdek, bugungi kunimni o'tib. Kelgusi tunimga erisha olamanmi? Chechim kuzdagi gul bargidek g'azon bo'ldi. Soqilim shunqar yibidek kumush tusga kirdi. Men atki tayyorligimni qilishim kerak. Oxiratlik ishlarim tayyorlansin, ey aqlliq. Buningga taqlidan munu so'z aytilgan. Bu so'zga amal qil, ey ko'ngli-tuz. O'tgan hayotimga pushaymon qilaman. Qolgan kunlarim qanchlikkin, ey oy yuzlikim. Eset yigitlik kunlarim behuda o'tdi. Endi kelgusi tunim behuda bo'lmasin. Bilimlik, zerak kishi menga shundoq dedi. Ati bo'ladigan ishga bugun tayyorlik qil. Behud bo'lma, ibodat ishlarini bugun qil. Bugun qilsang, atiki ishing hozirlangan bo'ladi. Qoladek yeb ichib bekor yurdim. Endi o'zimni och tashnolikqa salay. Vujudim ko'p nozu ne'matlarni yeb samridi. Payt keldi. Bugun uni o'riqlatishim kerak. Ko'p halovatli yashadi. Teliginichi bo'ldi. Endi bugundan boshlab o'ri tursin. Nurg'un kishilarni o'ziga dushman qildi. Ularni xushal qilay, tadbirini ko'ray. Kishilarga ko'p qo'l tekkizdim, til surdim. Bugun tilim ular uchun o'zri so'rasin. Men uzun vaqt kishilarni ayblab yurdim. Endi o'zimni ayblay, ey aziz. Men egamdan qochgan, yomon qochqonman. Butun borliqim ko'p gunohga patdi. Bugun tova bilan o'zimga yanay. O'zimni tushunay. Egamdan o'z gunohim uchun o'zri so'ray. O'lim yoqamni tutmasda ibodat qilay. O'lim yepsa,
ibodat qilinmay qoladi. Bilimi bak cho'nqur kishi nima deydi angla. U sana nasihat qilyotidi, ey dili qattiq. O'limdan burun paylingdan qayt, o'zingni yig'. O'lim yepishqanda foydasiz pushaymonni qilma. O'limingni unutma, tavbaga hozirlan. Bexud bo'lma, o'lim kelib bir kuni yaqindan tutadi. Yigitlik mezgilingda ibodat qilib ol. Qiyrilik yetib kelganda hamma kuch-quvvat ketadi. Hayotni qadrla, oldirab ibodat qil. O'lim yaqinni tutmasda diqqat qil, sagak bo'l. O'lim yetib kelmasda sagak bo'l, o'zingni saqla. O'lim yetib kelsa, sagak bo'laman deyishning foydasi yo'q. Mana endi u yerdan chiqib sening oldinga keldim. Yaxshi o'ylab bu ishga maslahat bergin. Sen mening mehribon qayrindishimsan. Buning amali qandoq? Menga aytib ber, ey qahramon. Yetmiş 4. O'dg'irmishning o'gdilmishga maslahat berganligi aytiladi. O'dg'irmish javob berib dedi: Ey qarindosh, so'zimni anglag'in, ey dilkash. Sen yaxshi niyat qilgan ekansan, Xudo tavfiq berib ko'zingni ochsin. Bu haqdagi bilim faqat bir turlikla emas, har turlik ish bor. Buningga qo'l yetkazish kerak. Bulardan biri men aytay, sen angla. Yaraydig'inini ko'rib bil, andin amal qil. Hozircha u yerda turish sen uchun yaxshi. Men uchun bo'lsa, bu yerda turish afzal. Bugun seningdan alga foyda ko'proq tegadi. Bu foydani buzaversan, qarg'ish, so'kishga qolasan. Qara, Ali al ishida qo'lingni uzun qildi. Nurg'un yaxshi ishlarni qilyotsan, noming to'nildi. Xalq halovatga yetishdi, al ro'naq topdi. Ra'iyat tinmay duo qilmoqda. Foydali kishi nima deydi angla. Foydali kishi kishilarning beshidir. Qara, kishilar orasida haqiqiy kishi shuki, uningdan xalq foyda ko'radi. Foydasiz kishilardan kishilar bezor bo'ladi. Foydali kishilarning foydasi elni to'ldiradi. Kishi ko'ngliga yaxshi niyat puksa, dunyoda hamma ishi tiliginidek bo'ladi. Yaxshi niyat qilgan kishiga yaxshilik keladi. Ishini amalga oshirolmasimi, savobga erishadi. Tinchlik va qonun mamlakatning xotirjamligini ta'minlaydi. Al xalqi sendan xushal bo'ladi. Qonun qoidalar yaxshi mukammal turg'izilsa, yomonlar yeli nayranglarni qo'yib eldan yo'q qiladi. Bularni tashlab sen bu yerga kelsang, u ishlar buziladi, o'zing pushaymon qilasan. Bu qonun qoidalar yana olmishib ketadi. Elmi buzilib, qaddini rostlayolmaydi. Sening o'rningga bir yomon odam o'rinlashidi. Xalqingni yig'latib, birdammi tinchlik bermaydi. Yomon odam aligni yomon yo'lga boshlaydi. Yomonlar ish qilib, yomon iz qoldiradi. Bir Xudo sendan buni so'raydi. Xudoning so'riqi bor, yaxshi nomingni saqla. Yomonlik qilmaslik va qonunni buzmaslik kerak. Yomonlik qilg'uchilarga yo'l qo'ymaslik kerak. Qiliqi va ko'ngli to'g'ri kishi nima deydi angla. U sana nasihat qiladi, buni unutma. Yomonlarga qaytilma, qonunni buzma. Yomonlik qilg'uchiga yo'l qo'yma. O'zing yaxshilik qil, yaxshi qonunni yo'lga qo'y. Ikkili dunyoda yomonlik ko'rmay yashaysan. Xudo sana yaxshilik qilish uchun tavfiq berdi. Har xil yaxshiliklarni qilishni nisb qildi. Bu yaxshiliklarni nemishqa buzasan? Ey dili sagak, buningdan sana ziyon tegadi.
Sen el paydasını bozup, öz paydangını taşlap bu yerga kelip nemi yaxşılık tilaysan? Men bu yer yaxşıroq deganligimni özüm sana tushundirib beray, ey chiroyliqim. Men dunyo davlat tilimidim. Arzu tilaklarga ko'ngil bermadim. Xalqqa qo'shilib munosabat bog'lamadim. Yoki baglar bilan orlashishning yo'llarini o'rganmadim. Bu dunyo mol-mulklarini ko'rginim yo'q. Yoki kishilarning yaxshi-yomon ahvolini bilginim yo'q. Bu ahvollarni bilib turib u yoqqa borsam va ibodatni tashlasam qamlashmagan bo'lar edi. Kishi oltin kumushni ko'migan bo'lsa, bir ko'ribla qiliqlarini o'zgarsa, ming la'natga qoladi. Angla, savdogarlar boshliqi dunyoni kezgan qiton karvoni nima deydi? Kishi mol dunyosiz kambag'al yashagan bo'lsa, beyg'ondan keyin yaxshi qiliqlarini tashlaydi. Agar bir kambag'al boy bo'lib qolsa, u to'g'ri yo'ldan tez o'zgarib ketadi. Baxtga erishmagan odam birdilla baxtga yetishsa, bag'on siri qiliqi buzilib, elga ofat keltiradi. Alik bo'lmagan odam elga alik bo'lsa, xalqqa zulm qo'lini sunudi, til tekkizadi. Sen bugun tamamen dunyo va davlatga yetishding. Ko'nglingni besib, orzu havaslardan o'zingni saqlading. Ko'zing to'ydi, ham ko'nglingni to'xtatding. Alik bilan birga yaxshi yo'ldan mengyapsan. Bularning hammasi Xudo sana bergan fazilatdir. Sana barcha yaxshiliklarni ato qildi, yuzingni yo'riq qildi. Yetmiş 5. To'g'rilikqa to'g'rilik, odamgarchilikka odamgarchilik qilish aytiladi. Yuqorqilar bir xilidir, yana bir xilini tushundirib aytay, sen uni angla. Unutdingmi yoki tushunmaslik bo'ldimi, nima foydani ko'zlab bu ishni qilmoqchi bo'lding? Bilasanki, dunyoda ko'p madhilanganlar vafoliq kishilardir. Ular olqishga ega, ey aziz. Dunyoning qonun qoidalari mavjud bo'lsa, odamga odamgarchilik qilish uning belgisi bo'ladi. Kishi yaxshilikka yaxshilik qiladi. Bir yaxshilikqa 10 yaxshilik bilan javob beradi. Kimning urug'i dadasidan tortib esil bo'lsa, uningdan yaxshilik elga foyda keladi. Ana o'g'rilikchi shahvatlanib haromdan o'g'il tug'sa, u elga ofat keltiradi. Aligning yaxshiliklariga nazar sol. Sen uning ne'matlariga, maishatlariga erishding. Bu fazilatlar, bilim farosatlarning hammasiga alik sabab bo'ldi, eshiklar ochildi. Seni nom va unvon bilan ulug' qildi. Yaxshilik qilishing uchun sana eshik ochib berdi. Bu yaxshiliklarni unutib qoldingmi? Buningga javob berish kerak emasmi, ey dilkash? Ey qarindosh, men so'zni qo'pol so'zladim. Ranjima, xafanma. Ko'nglingni bearam qilma. To'g'ri so'z qo'pol bo'ladi, ko'nglingga ochiq tegadi. Hazm qilsa, uning foydasi lazzat beradi. Qatiq tegsimi, qo'pol so'zga g'azablanma. To'g'ri so'z qo'poldir, buningdan ranjima. Buningga taqlid qilib, bunu so'zni aytay. Buni sen angla, ey xushchiray. To'g'ri so'z ochiq bo'ladi, uni hazm qil. Foydasi keyin bo'ladi, seni lazzatlantiradi. Qara, to'g'ri so'z ko'ngilga ochiq, qo'pol tegadi. Qo'pol so'z to'g'ri bo'ladi, qo'pol bo'lsa-mu, to'g'ri so'z qani? Sen kichik o'g'il chig'ingdila otang o'ldi. Bilim fazilatni egalading, yuzingni yo'riq qildi. Alik seni o'z tarbiyasiga oldi, parvish qildi. Uning sababi bilan sen odamlar qatoriga qo'shilding.
Bu qul kinizekler, at argımaq, yer, su, hammasi Ali tarafıdan berilib, davlat ishkin içildi. Köp yaxşılıqlarga, nazu nimetlerge ega boldun. Elde namın yeyildi, şöhret tapdın. Emdi bunun təturisiçi meydanda turup, düşmendek yüz öğresen, sana yarışa mı? Paydan tegediğen mezgelde, sen u yerden keçip, chat tutursan, onun köngli içinip kalıdı. Sana Ali köp yaxşılıklarını kıldı. Onunla cevap veriş gerek emas mı ey şöhretlik? Kişiler seni köygende alkışlap maqtısun. Elde vafadar degen namın tarqalsın. Kişilerinin yaxşısını mı deydi anla. Çin kişinin belgesi adamgerçilik qilishdir. Ey jigit, adamgerçilik qil, ulug' kishi bol. Kishilik yo'lini odam ana shundoq tutish kerak. Kishiga odamgarchilik qilib haqiqiy odam bo'l, o'zingga odamiy degan maqtashliq nomni ol. Sana Ali 1000 barobar yaxshilik qildi. Senmi yaxshilikqa yaxshilik bilan javob ber. Yaxshilikqa javob beradigan kishi yaxshi kishidir. Xalq ichida sarxil odamlar ichida tonilg'inidir. Bilimsiz, nodon bir kichik o'g'il eding. U seni yo'lab baxt pallasiga ko'tardi. Endi uningga jon teningni pido qil. Uxlab yotma, kech kunduz uning ishini qil. U yaxshilik o'rniga bu yaxshilik tayyor tursin. Xudo sanga yaxshi javob qaytarg'isi. Mehribonlik bilan odamgarchilik qiladigan kishi nima deydi? Angla, ey ko'ngli yaqin. Sen kimning ishini yesang, shuning ishini qil. Ishini halol yegin, mehribonlikqa oshadi. Mard kishi non tuz haqqiga diqqat qilib, yegizgan kishiga beshini pido qiladi. Orzu tilakka ko'p yaxshi yo'llarga erishding. Bugun yaxshilik bilan uningga foydaliq bo'l. Yipak to'n kiyding, o'zingni tavadurdun bilan yo'giding. Sana hasad qilg'uvchilarning sana qarab ko'zi qamashdi. Endi sen Aliga yaxshi nom keltir. Düşmanlar ko'rib o'rtansin, yotlar bo'yin agsin. Halovat ichida ko'p orzu ne'matlarga ega bo'lding. Buqidek samirib, bo'yin ko'ksingni ko'tirding. Endi Alining ishiga kuchingni sarf qil. Yaxshi duoga ega bo'l, uzun yasha. Dünya mollarini to'plading, boy bo'lding. Yo'rg'a arg'amoqlarni, sop nasllik taylarni minding. Bu narsalarni Aliga pido qil, ishlat. Tilaklarini topsin, yüzünü yo'ruq qilsin. Ali bugun rohat farog'at bilan taxtga minsin. Düşmanlari uzoq to'lg'inib yer upsin. Ali qo'lingni uzun, so'zingni ravon qildi. Yaxshi ko'radiganlarmi, yaxshi ko'rmaydiganlarmi sana arzini aytdi. Sen endi ko'proq duo qil, ey yaxshi birodar. Davlat sana yar bo'lsin, umring uzun bo'lsin. Esil kishilar ana shundoq yaxshilik qiladi. Uning nomi dunyoda mangu qoladi. Arabcha yaxshi bir so'z aytilgan. Bu so'z kishilarning esilini bilishga yo'l ochdi. Qara, kishining asliga uning harakati guvoh. Harakati qandoq bo'lsa, aslimi shundoq bo'ladi. Kimning asli yaxshi bo'lsa, harakati yiqimliq bo'ladi. Yamanning asliga uning o'zi harakati guvohdir. Ey xushbeil, Ali peylini o'zgartsa, uni takror to'g'ri yo'lga boshla, bilim bilan yondir. Barliq yaxshiliklarga Ali bosh bo'ldi. Bu yaxshiliklarni tashlab, o'zingni chatlashtirma. Menga ishinib maslahat solding. Bilganlarimning hammasini sana aytdim. Mening aytqanlarimni va o'zing bilganlaringni qarab selishtirib-ku, ishlaring oydinlashadi. O'gdilmishning o'dg'irmishga javobi. O'gdilmish xushal bo'ldi va dedi: "Ey qarindosh, ulug' odam shundoq bo'lishi kerak. Bugun so'zlarni bak yaxshi aytding. Bu so'zlar mendik tugunni yashdi. Bu so'zlar ba'zida menga ro'shan emas edi.
Sen perdini içip bana roşan sözledin. Ben emdi bu arzu tileklerimni taşladım. Fakat Xudoyimla bana arq terek bolsun. Egem meni himoya qilib, dilimni ro'slag'ay. Paylim harakatimni to'g'ri yo'lga sag'ay. Duo bilan yor yo'lak bo'l, yordam qil. Meni unutma, o'zimni sana topshirdim. O'gdilmish so'zini tugitib, o'rnidan qopdi. Esallashib, etiga mindi-da qaytib keldi. Uyga kelib etidan tushdi, uyga kirdi. G'iza tomoq yedi, biraz demini aldı. Osmon chechini töven tushirdi, yo'riq yuzini yaptı. Osmon tul kiyimini kiyib, belini bağladı. Quyosh o'rimchaklarni chuvagandek bo'ldi. Dunyo qo'yni tiyin va qomi tusiga kirdi. O'rin soldi. Biraz tinchlanib yotdi. Biraz vaqt rohatlanib tatliq uxladi. Uyg'unib beshini ko'tarib atrofga qaradi. Osmon qiz kulgandek tishini ko'ztib tabassum qildi. Quyosh beshini ko'tarib qaytadan yuzini ochdi. Dunyoning hamma tarafi oq-qu rangiga kirdi. O'gdilmish oldirab o'rnidan turdi. Tahorat elib bomdod namozini o'qidi, nashti qildi. Etini minib yana saroyga bordi. Etidan tushib top-to'g'ri Alik huzuriga kirdi. Alikning o'gdilmishga suoli. Alik uningdan o'dg'irmishni so'radi. U komil inson tinch aman bormi? dedi. Nima dedi? Meni duoda aslab turibdimi? Uning duosi bilan Xudo balodan aman qiladi. İnson duo bilan yaxshilikka yetishadi. Duo bilan mangulik jannatga yetishkili bo'ladi. Dunyoda yaxshi duo bo'lmagan bo'lsa, bu yomon yer falokat o'rdisiga aylangan bo'lar edi. O'gdilmishning alayka javobi. O'gdilmish javob berib mundaq dedi. Bilimga munosib holda to'g'ri so'zlarni qildi. Qarindishim bugun u yerda yolg'izlikda, muhtojlikda bizga duo qilmoqda. Bizdan g'ofilroq yana kim bo'lsin? Gunohni biz qilamiz, u biz uchun duo qiladi. Bugun u alayka mehribonlik va dili yiqinlik bilan uzmay duo qilmoqda. Uningdanmi mehribon yana kim bor? O'z qayg'usini tashlab biz uchun qayg'urmoqda. Ey Alay, bizdan g'ofilroq kim bor? Ömrümüz bekor o'tib ketdi. Ibodatga qo'limiz tegmadi. Vujudimizni orzu ne'matlar bilan samritib, rohat halobatda yotmoqdimiz. Vujudimiz oxir o'lib, qurt yilonga yem bo'ladi. Jon chiqayotganda pushaymondan boshqa hech amal qolmaydi. Aqllar nima deydi angla. Bu so'zga amal qilish kifoya ey qo'zam. Vujud samrisa, qurt yilonga yem bo'lishi aniq. O'z shodligingni desang, o'tkinchi mehmonsan. Bu hayot tushdek o'tib ketadi, yo'q qiladi. Hayotlikning o'tib ketishiga o'tayotgan kunlar guvohdir. Alikning o'gdilmishga javobi. Alik javob berib dedi. Ey dana, o'zini qandoq tutish va qandoq ko'zatish kerak? Men uchun sendunmi mehribonroq kishi yo'q. Sana tamamen ishinaman va ishonch qilaman. Men mana uy ichida g'aflatda yotmoqdaman. İşlerimning hammasi tashqarida ey bilimi komil. Sen ko'zim ham quloqim, angla. Nimiki muvofiq ko'rinsa, qarab turma, chora ko'y. Mendin yor yo'lak, yordam kerak bo'lsa, menga degin, men u ishga amal topay. Askar xizmatchilar bir-biri bilan yaqin munosabatda bo'lg'ay. Meni avora qilmay, menga orom bergin, ishini bir taraf qilib. Zolimning qo'li xalqdan yiroq tursin. Bilimsiz nadonlar yo'qolsin, bilim qolsin. Xalq beysin, am ilm rivoj topsin. Bu tilim uning uchun shukr desin.
Ögdülmüşning alayki javobi. Ögdülmüş javob berib dedi: "Ey bag, Xudo tavfiq bersin, ey insonlarning yaxshisi. Qara, telekim hamda ehtiyojim shuki, Tangrim to'g'ri va yaxshi yo'l ochib bersin. Alik halovatga ega bo'lsin va baxt ichida yashasin. Barliq mushaqqat, bosh og'riqi mangli qolsin. Men endi o'zimni sana pido qildim. Sen rahat ichida yasha, ey al-uluqi. Birla hojitim bor. Bugun seningdan so'rayman. Uni sen xushalliq va idrok bilan ravo qil. Bilasanki, baglar kimni yaqin tutsa, kishilar doim uning bor yo'qligini surishtiradi. Meni sen qanchalik yaxshi tutsangmi, chaqimchilar chaqsa qopiqing turiladi. Jasur qahramon kishi nima deydi angla. U bu pand nasihatni bilib so'zlagan. Kishining ko'ngli go'shtur, u hidlab qoladi, buziladi. Uni bak asrash kerak, ey irodali kishi. Chaqimchilikni xolamaydigan qanchalik yaxshi kishi bo'lsa-mu, g'ayvatxo'rlar orasiga kirsa, savr qilolmaydi, fikri o'zgaradi. Naqadar aqlliq, sagak bag bo'lsa-mu, chaqimchilar yaqin bo'lsa, uningga malollik keltiradi. Ko'ngil bagdur, vujud bo'lsa uningga qul astiridir. So'zga goyida isiydi, goyida soviydi. Kishining tabiati 4 xil bo'lib, o'zaro dushmandir. Biri kuldiradi, biri janjal majra tug'diradi. Biri oldirasa, yana biri egri besiqlikni xohlaydi. Biri kulsa, yana biri yig'lashga boshlaydi. Xushal bo'ldim deganda qayg'u keltiradi. Qayg'urdim deganda shod kuldiradi. Ey baxtlik Ali, men shuningdan ansiraymanki, chiqimchi, ya'ni odamiy ishlar cheqishtirib qolsa, diling ranjiydi, menga ta'tur qarab qolasan. Xizmatim bekor bo'ladi, yuzingni o'raysan. Telekim va iltimosim shu. Meni kim cheqishtirsa, mendan ahvolni so'rag'in. Tegiga yetkichi so'rishtir, ko'p so'ra. Nima aniqlansa, darhol chora ko'p. Sana kim meni chaqsa, so'zini angla. Rostini yolg'inini so'rag'in. Tegi tahtini surishtir. Burunqi kishilar bak yaxshi aytqin ekan. So'zni angla, lekin hammasini ko'nglingda tutma. Buningdanmi yaxshiroq yana bir so'z bor. Buningga amal qil, ey yaxshi kishi. Hamma so'zni angla, kerak bo'lganini ko'nglingga ol. Keraksiz so'zni shu yerda qaytarib et. So'zlarni anglag'in, lekin rost yolg'inini tekshir. Rostini o'zingda qoldir, yolg'inini jazolig'in. Yolg'onchi kishi bilan dunyo buziladi. To'g'ri chin kishini do'st tut, ey huquqdor. Aligning o'gdilmishga javobi. Alik javob berib dedi: "Ey kishi, hojiting tiligining ravo bo'ldi. Qodir Xudo sana odamiylikni ato qildi. Diling, tiling, harakating va nomingmi to'g'ri bo'ldi. Sendan qandoqmi yomon harakat sodir bo'ladi? Sana yaxshi qiliq oq sut bilan kirgan. Seni menga chiqib so'zligichi kishilar men uchun ashaddiy dushmandir, ey bilimi kang. Mayli ko'p so'zlisin, mayli oz so'zlisin, ularning so'zini qandoqmi anglayman. Yaxshi bilan yomonni ayrimasa, elde qandoqmi ulug' hokim bo'g'ili bo'ladi. İdrak bilan to'g'ri agrini ayriyanmasa, qandoqmi xalqni boshqaradigan bag bo'la oladi. Sinalgan kishini yana sinab yursa, kelgusi kunlarda elni qandoqmi boshqara oladi. Agar to'g'ri bilan yolg'onni doim farqlandiranmasa, qonun chiqaruvchi qandoqmi orzusiga yetadi. Bugun Xudo seni menga haqiqiy ato qildi. Sen bilan nurg'un chigishib tugillar yeshildi. Ortiq mehribonlik, ya'ni samimiylik bilan xizmat qilding. Non tuz haqqimni ado qilding. Men endi buningga yaxshi javob qaytarishim kerak. Sana nisb bo'lsa, tirikligingda as ketib qola.
Adillik bilan xalq ichida danq chiqargan yaxshi kishi nima deydi angla. Kishilarga munosib odamgarchilik qilguvchi kishilarning yaxshisi sarxili. Kishiga odamgarchiligiga munosib javob qaytur. Ana shundaq javoblik bo'g'ini uchun kishiga odam degan nom berilgan. O'gdilmishning alayka javobi. O'gdilmish javob berib dedi: Alik halovat ko'rsin, alga bilim yetkizsin. Xudo ikki dunyoning yaxshiligini ato qilsin. Orzu tilak, umidlari qo'lga kelsin. Davron uning bo'lsin. U xohlagancha aylansin. Zaman uning tiliginicha o'tiversin. Ey ko'ngli to'g'ri, mijozi kamtar, ishonchlik hokim. Ko'p yasha, omon bo'l, baxtiyor hayot kechirgin. Menga sendan ko'p yaxshiliklar keldi. Qadrlandim, boyliqqa, yemak-ichmak, kiyim-kechakka ega bo'ldim. Mana men xizmat uchun qattiq bel bog'ladim. Xudo tavfiq bersin, ey cho'nqur bilimlik. O'gdilmish yana dedi: Ey baxtlik Ali, Xudo yaxshi nomingni dunyoga yoydi. Xudo baxt berdi, yaxshi nomingni tila. Baxtga erishganda ko'nglingni yaxshi tut. Davomliq bag bo'lay desang, ro'shanki muni 4 narsa kerak. Ondan baylikdan bahramon bo'lasan. Birinchi, tili to'g'ri, so'zi ishonchlik bo'lsa. Ikkinchi, alga baxt beradigan qonun chiqarsa. Uchinchi, qo'lini echib sexiy bo'lsa. Xalqqa mehribonlik yetkazsa. To'rtinchisi shuki, botur va jasoratlik bo'lib, dushmanning bo'ynini egib, ishni salamjon qilsa. Qaysi bek bu 4 ishni to'liq ado qilmasa, shuningdan keyin alga ixtilof tushidi. Beylikning uli va yiltizi shulardan iborat. Yaxshi beglarning yo'li izmi shudir. Yo'lingni buzma, shu iz bo'yicha mang. Sendan burun qilaning yo'limi shu edi. Qaysi beg bu yo'lni tashlab chatnab ketsa, beglikini buzudi, o'ngishlikda ega bo'lolmaydi. Ey Ali, muni 3 turli kishini qadrla. Buni sana aytay, zihningni qo'yib angla. Birinchisi jasur margan, quruch yuraklik yigit. Bundaqla qilich bilan alga ko'p foyda keltiradi. Ikkinchisi dana bilimlik al hokimlari. Bular kengashga foydaliq, ishni ro'naq topqizadi. Uchinchisi zerak va chiroylik yozadigan katiblar bo'lib, kirim-chiqim hisobini bilsa, xazinini to'ldiradi. Sen bularni ayrimcha boshqalardan farqlantirib tut. Foydasiga munosib holda qadrla, in'om qil. Hamma ishlaring tartibga tushib, bara-bara rivoj topadi. Elingning kuchi ortadi, yering kengayadi. Noming yaxshi bo'ladi, shuhrating chiqadi. Dunyo xalqi yuzingni ko'rishga intiladi. Kishilarning donosi bek yaxshi aytganki, odam o'lsimi nomining yaxshiligi o'lmaydi. Qarag'ana, kishining nomi yaxshi bo'lsa, o'zi o'lsimi nomi o'lmaydi. Bu nima degan yaxshi? Yaxshi nomga ega bo'lgan kishi o'lib qora yer qetida chirib yotsimi, uni tirik hisobla. Tiriklikni izdama, yaxshi nom chiqarishni izda. Noming yaxshi bo'lsa, tirik va shod yashag'ining shu. Qandoq yashash va qandoq yaxshilik qilish kerak? Buni menga aytib ba, ey bilimlik dana. Haqiqiy yaxshilik chillik va to'g'rilikdir. Yaxshilikning o'zi hayotlikdir. Kimki yaxshilik bilan harakat qilsa, tirik yashagan bo'ladi. Kimiki yomonlik bilan harakat qilsa, tirik turib o'lgan bo'ladi. Dunyo o'tib ketadi, yaxshi ish harakat mangu qoladi. Yaxshi qiliq bilan yaxshi odat yo'qolmaydi. Bevafo dunyo sendan yuz o'rganda, asqatidig'ini qilgan yaxshiliqingdir ey qo'zam.
Ey Ali, bu dunyoga heris bo'lma. U vafo qilmaydi, buni yaxshi bil. Bu dunyo ishlarini bir o'yin hisobla. Oyoqlashishini xohlasang, yangi boshlanishini ko'z tutdi. O'yinga qetilma, sagak bo'l, ey qudratlik. O'yinga qetilsang, bo'yning bog'lanadi. Diqqat qilsang, kitobda bak yaxshi yozilgan. Bu so'zlarni unutma, ey dili zerak. Qara, bu dunyoning ishlari bir heli nayrangdir. Nayranga aralashma, buning nima keragi bor? Egangning buyrug'ini o'rinda o'z qulluqingni qil. Agar unda qilmasang, beshingning ketishi aniq. Ey Ali, mening bilganlarim ana shular edi. İçim ve teşimdeki hammini sana bayan qildim. Sözümni anglasang angla, agar anglamasang va menga ishonmasang, shaksiz bir kuni o'zing ko'rib qolasan. Alining o'gdilmishga javobi. Ali aytdi: "Ko'nglimni tuz tutib, bu ishga Xudodan tavfiq tilayman. Talab qilsa, Xudo yordam madad beradi. Men uchun ro'shan bo'lmagan bo'lsa, sen yo'rtib be. G'ayrat qilib sirtdagi nurg'un ishlarni ko'zat. Sagak bo'l, quloq, ko'zingni ishtik qil. Kuching yetishicha ishla, menga yo'lanma. Yana ba'zi ishlar qolsa, sana yordamlashaman." Ali so'zini tugatdi, og'zini yumdi. O'gdilmish asta o'rnidan turib sirtga chiqdi. Etini minib, yana uyiga keldi. Uyiga kirib tonini yashdi. Kechida uxladi, ertiganda yana otlanib saroyga bordi, etidan tushib ichkari kirdi. Shundan buyon o'gdilmish g'ayrat qildi. Tik turib nurg'un ishlarni bajardi. Xalq halovatga yetdi, dunyo tuzaldi. Ali xotirjam bo'ldi, shodlandi. Eli yaxshi duo bilan madhiya so'zlarga to'ldi. Nomi mangu yo'qolmaydigan bo'lib qoldi. Qara, yaxshi qonun nima degan yaxshi? Qonun nizomlar bilan baglik o'ri tura oladi. Xalqqa ana shundoq bag boshlamchilik qilsa, xalqmi, almi hammasi farovon bo'ladi. Xalqmi itoatkor, qiliqlari to'g'ri bo'lsa, ondan baglarning kuni yo'riq bo'ladi. Bu baglar Xudodan avatilgan yo'l boshlovchilardir. Xalq yaxshi bo'lsa, bagmi yaxshi bo'ladi. Xalqi yomonlik qilsa, bagmi yomonlik qiladi. Yomonga yomonlik qilsa, ondan yomon tinadi. Xalq yurish turishini tuzilsa, begimi xuy paylini tuzatadi. Baglar xuy paylini tuzatsa, al tuziladi, tozalanadi. Shunda qilib kun oylar, zamonlar o'tdi. Dunyo go'zallashdi, xalq boy bo'ldi. Tuman tozallar tarqidi, tang yo'ridi. Hamma bulg'inishlar tuzaldi, tozalandi. Ali yana Xudoga shukr qildi. Tuman madhiya bilan hamdu sana o'qidi. İrpan elektron şirketi turlik lug'atlarni chiqarib til boyligingizni oshiribla qolmay, bu xil asarlar bilan odam bo'lishning epini o'gitib, dil boyligingizni ovundirmoqchi. 76. O'dg'irmishning kasal bo'lib o'gdilmishni chaqirganligi aytiladi. Kunlarning bir kuni kechida o'gdilmish amdili bosh qo'yib yotay deb turadi. Darvoza oldida ovoz anglandi. Biri unlik chaqirdi. O'gdilmish darhol odam avatib qarab baq dedi. Xizmatchining o'gdilmishga javobi. Xizmatchi qarab kelib dedi. Bir kishi turadi, so'zim bor, ko'rishatdim deb ijozat so'rayotdi.
Ögdilmişinin xizmetçiga suali. Ögdilmiş yana dedi. Berip sora. Nimi sözü var eken, nimi deydi o? Özü kimken? Xizmetçinin xabarchiga suali. Xizmetçi yana chiqib xabarchidin. Nadin kelganligini, tilikini va o'zining kim ekanligini so'radi. Xabarchining xizmetçiga javobi. Bu odam dedi. Meni o'dg'urmish avatdi. So'zim bor. Uning qerindishini ko'ray. Qani? Xizmetçinin o'gdilmishga javobi. Xizmetçi uqib qaytib kirdi. Xabarchining nima deganligini aytdi. Qerindishining ish bilan avatganligini dedi. O'gdilmishning xabarchiga suoli. O'gdilmish darhol o'rnidan turib uningga yo'l berdi. Bu odam uyga kirib uningga salom qildi. O'gdilmish qayerdan kelding deb so'radi. Tiliking nima? So'zingni ayt, ey dona dedi. Xabarchining o'gdilmishga javobi. U dedi. Meni o'dg'urmish avatdi. Seni kelib menga bir yo'liqsin dedi. Ahvoli ig'irlashdi, hasrat chekib yotadi. Uningga bir yo'liqqin, ey dili yaqin. O'gdilmishning xabarchiga javobi. O'gdilmish javob berib dedi. Kel, bir narsa yegin, ondan billa borayli. Xabarchining o'gdilmishga javobi. Xabarchi unimidi va dedi. Qerindishingning ahvoli yomonroq, ey bilimlikim, ketib qoladigandek turadi. Men sendan avvalroq boray. Sen oldirmay orqamdan bag'in, ey xushbeil. Xabarchi darvoza oldidan tez uyiga qaytdi. O'gdilmish hayron bo'lib, qo'llarini uvulab qoldi. O'rnidan turib, qayg'uli holda uyiga kirdi. Xushalliqi yo'qoldi, hasrati ulg'aydi. Biroz yetib baqdi, uyqusi kelmadi. Bir kecha bir yildek uzab ketdi, yotolmadi. Uxlamoqchi bo'lib ko'zini yumgan edi, uyqusi qochdi, ko'zidan uyqu yiroqlashdi. Yana o'rnidan turib uzun o'ltirdi. Oltin tong etish uchun o'q yosini batladi. Chimanzorda bulbul xush ovoz bilan sayridi. Ishq ahallari anglab ko'ngli hayajonlandi. O'gdilmish etini minib qerindishi tarafga mangdi. Ichkariga kirib, qo'l yuzini so'yib ko'rishdi. Qerindishiga qaradi. Putini uzitib yetibdi. Chopinini to'shak, yengini yostiq qilibdi. O'gdilmishning o'dg'urmishqa suoli. O'gdilmish so'radi. Sana nim bo'ldi, ey qarindosh? Seni ko'ribli ko'nglim bearam bo'ldi. O'dg'urmishning o'gdilmishga javobi. O'dg'urmish aytdi. Ey qarindishim, yo'lim ko'rinib qoldi. O'lim tutqoqlikqa tutdi. Ketib qoladigandek qilaman. Sening yuzingni bir ko'ray deb, seni avora qilib bu yerga chaqirdim. O'gdilmishning o'dg'urmishga javobi. O'gdilmish javob berib dedi. Ey jinim, inson hayotla bo'lsa, kasalga giribtor bo'lib turadi. Ko'nglingni yomon qilma, tilingni yig'. Kasallik gunohga kafarat bo'ladi. Bilimlik so'zi nima deydi, angla. Bilim ko'ngilning chang to'zingini tozalug'ichidir. Qara, kasal sening uchun gunohga kafaratdir. Gunohsiz kishi kim? Menga aytib berginchu. Kishi og'risa, barcha gunohlari to'kiladi. Gunohlari to'kilsa, kishi qutlug' bo'ladi, ey palvon. Barcha kishilar ozdir ko'pdir gunoh qiladi. Gunohsiz kishi bu dunyoda oz uchraydi. Keseling yaxshi bo'la, esan bo'lasan. Gunohlaring tozalanib, savobga ega bo'lasan. Nemishqa eg'zingdan noxush so'zlarni chiqarasan? O'lishingni qandoq bilding, ey ko'ngli tuz? O'dg'urmishning o'gdilmishga javobi. O'dg'urmish javob berib dedi. Buning sababi shuki, o'limimni Rabbim tushimda ayon qildi. Ko'rgan tushimdan menga ro'shan bo'ldi. O'limim men uchun tushunishlik bo'ldi, ey palvon. Xudo yaxshi yomonlikni qazoni bildirmoqchi bo'lsa, uyquda yotganda tushida ayon qiladi. O'gdilmishning o'dg'urmishga javobi. O'gdilmish javob berib dedi. Bu so'z ancha yaxshi emas, ey ko'ngli tuz.
kishi kasal bo'lish bilan o'ladigan bo'lsa, yer yuzida tirik odam qolmagan bo'lar edi. Odam bolasi tirikkan, kasal bilan og'riydi. Har bir kasal o'lim bilan hayot yiltizini kesmaydi. Odam yetib uxlasa tush ko'radi. Uni o'riguchilar yaxshilikqa qaratib ta'bir beradi. Yetmiş yettinci. Ögdilmiş, olgurmuşqa tush tabirini eytidu. Oldi bilan tush o'rish ilmini yaxshi bilish kerak. Ondan yaxshi o'ylab ta'bir berishki bo'ladi. Tushni o'rish har turlik bo'ladi. Uning hammasini bilish kerak, ey oq ko'ngil. Bilmaydigan kishiga tushuni echib aytma. Biladigan kishiga tushuni ayt, ammo kechida aytma. Kechida ko'rgan tushingning ta'biri boshqa. Agar kunduzi tush ko'rsang, ko'rinishi yana boshqadir. Tush ilmiga nazar solsang, sharti bak ko'p. Oldi bilan buni bilish, aql ishlatish kerak. Tushni o'z ko'nglingga kelgunicha o'rmasliging kerak, yoki ko'rganlik kishiga aytmasliging kerak. Hamma tushni tush deb o'rayvermaslik kerak. Bu tushning ta'biri bak ko'pdir, ey dona. Tushga ta'bir berma, ta'bir bersang bilim bilan ba. Qiyosan ma'nosi bilan yaxshi selishtirib-ku. Kishi tush ko'rsa, ta'birini so'rashga boradi. Ta'bir berishni bilmasa, tushning foydasi yo'qaydi. Bilimi dengizda kishi nima deydi, angla. Bu so'zga amal qilib, yuzingni yo'riq qil. Tush ta'birga qaraydi. Tushga yaxshi ta'bir ber, tegi taxtini bilgin, aql bilan qara. Tushni qandoq o'risang shundoq bo'ladi. Tushni yomonlikqa o'rma, sana ziyni tegadi. Ko'p ishlar bo'ladi-ki, bu yemak ichmakka bog'liqdir. Yaramas yemakliklarni yegan bo'lsa, tush qalaymaqon bo'ladi. Yana bir xil tush yil faslga bog'liqdir. Kishining xilitlari kuchayib, tush shuningga tortib ketadi. Yil fasli bahor bo'lib, odam kichik bo'lsa, hammani qizil, yerni qora ko'rsa, ro'shanki uning qani kuchaygan bo'ladi. Uningga aytqin ma'lum miqdorda qon oldirsin. Yil fasli yoz bo'lsa, tush ko'rgichi yigit bo'lsa, tushida seriq, hol yoki zaparang sho'x ranglarni ko'rsa, saprosi kuchaygan bo'ladi, ey dona. O'zini bo'shitishi, taranjivil ichishi kerak. Yil fasli kuz bo'lib, tush ko'rgichi o'ttir yosh bo'lsa, tushida qora tog', quduq, cho'nqurliq ko'rsa, savdosi kuchaygan bo'ladi, ey qarindosh. Dori ichishi, mingisini tozalash kerak, ey adash. Yil fasli qish bo'lib, tush ko'rgichi qeri bo'lsa, tushida oqar suv, muz, qor, mo'ldir ko'rsa, qara, uning balg'imi eshib ketgan bo'ladi. Issiqlik yegizish, dori ishkizish kerak. Yana biri qalaymaqon tushlarmi bo'ladi. Bundoq tushga ta'biri yo'q, ey qudratlik. Kechida o'ylanib yotsa, shuni tushida ko'rsa, uningga ta'biri yo'q, ta'bir maskanmaydi. Yana bir xil tush bor, u shaytondan bo'ladi. Bundoq tushni ko'rgichilar g'usl qilish kerak. Yana bir kishi tushida o'z hunurini ko'rsa, buningga ta'bir yo'q, ey mag'rur yigit. Bularning hammasini bilish, aqlni yetkazish kerak. Ayirib, farqlantirib, ondan ta'bir berish kerak. Ta'bir berguchi hakim nima deydi, angla. Kim tush ko'rsa, ta'birini o'zi so'rashi kerak. Ko'rilgan tushga bilib bilmay ta'bir berma. Tushni qandoq o'rasa shundoq bo'ladi. Tushda g'am qayg'u ko'rsa, o'ngida shodlik ko'radi. Shodlik ko'rsa, yig'lab qayg'uradi. Tushga ta'bir berish bir xil bo'lmaydi. Buni bak o'ylab aytish kerak, ey oq ko'ngil. Qara,
avam tushinin ta'biri boshqadir. Baglarning tushini o'rish yana boshqadir. Tushda xushalliq, o'yin tomosha ko'rsa, g'am qayg'u payti yetib keldi degan so'z. Yana tushda yig'lab hasrat cheksa, rohat bilan shodlanadi, ming shodlikqa erishadi. Yana shundoq tushlarmi borki, uning ta'biri sana emas, boshqalar uchun foydali. Demak, tush odamga qarab o'riladi. Uningga yaxshi ta'bir berilsa, aqlga yaqin bo'ladi. Qara. Tush shundoqki, ba'zilar ko'rsa sog'lom bo'ladi, shu tushni ba'zilar ko'rsa kasal bo'ladi. Ey qarindosh, buning hammasini bilish kerak. Ondan tushni o'rish kerak, ey do'st. Sening tushun qandoq? Menga aytib ayt. Shunaga qarab, ayirib, farqlantirib ta'bir beray. Yetmiş sekkizinci. Odg'urmish o'gdilmishki ko'rgan tushini aytidi. Odg'urmish javob berib eg'iz ochdi. Men so'zlay, ko'nglingda tut, dedi. Tushimda shot ko'rdim. Uning baldiqi 50 edi. Egiz ham kang bo'lib, oldimda tiklab qo'yilgan edi. Mana baldiqini bir-birlab besib, yuqori o'rladim. Beshiga chiqqanda baldiqni sanadim. Shotining beshida bir qassob menga suv berdi. Uni elib tugitib ichdim, o'zimni qondirdim. Uningdan keyin ko'tarilib osmonga uchdim. Bag'an siri o'rlab osmonga singib ketdim. Yetmiş dokuzuncu. Ögdilmişning odg'urmishning tushiga ta'bir berganligi aytiladi. Ögdilmish javob berib dedi. Bu tush nihoyat yaxshi tushdir, foydasi bek ko'p. Nima uchun o'zingga nomuvofiq ta'bir bersan? Tush ta'biriga qarab mangadi, ey oq ko'ngil. O'rlash hamma tushda qadrlik bo'lish belgisidir. Kishi o'rliginicha ulug'liqqa ega bo'ladi. Tushda qancha o'rilsa, baxt davlati shuncha ziyoda bo'ladi. Qadr qimmatga 100 obro'yga ega bo'ladi. Baxt shoti bilan o'rligandek o'rlaydi. Ulug'liq bilan aldi nomi mashhur bo'ladi. Bu so'zga munu so'z dalil bo'la oladi. Tush o'riguchi tushni yaxshi o'rigan. Tushdagi shota azizlikning belgisidir. Baldoqma-baldoq ko'tarilish qadrlik bo'lishning alomatidir. Qancha ko'tarilsa, shunchalik qadr qimmat topadi. Dunyo meli va baxt davlatga ega bo'ladi. Idishtik suvni elib ichganliking hayot asosining uzun bo'ladiganligidir. Uchib osmonga ko'tarilib o'rlaganliking nima tilasang, Xudo tilikingni beradiganligi. Saksoninchi. Odg'urmishning bu tushga boshqacha ta'biri berganligi aytiladi. Odg'urmish javob berib dedi. Bu tushimning ta'biri mundaq emas, ey tang tush do'stim. Bu tushni sen uxlaganda ko'rgan bo'lsang, ta'biri sen aytgandek o'ngishliq bo'lgan bo'lar edi. Sening barliq himmating bu dunyo uchundir. Bu dunyoni orzu qilganlar bu dunyoga erishadi. Men bu dunyoni tashlab qochgan odamman. Qara,
mushaqqat chekib bu yerda turyotaman. Tush ta'birini menga to'liq o'rmiding. Angla, bu tushni men sana o'rib beray. Egiz baldaqliq shot ko'rganlikim mening ta'birimcha tiriklikdir, ay qarindosh. Shotining beshigacha ko'tarildim. Demak, yeshimni tugatdim, rizqimni yeb bo'ldim. Beshiga o'rliginimda qassob kelib menga bergan suvni elib ichdim. U qassob otiliqlarni otisiz qilg'uchidir, ay qilqi pak. Qara, u shundoq qassobki, ravoj topqanlarni buzg'uchi, jonliqlarni tirik qo'ymag'uchidir. Idishdagi suvni butunlay ichganlikni hayotliq deb ta'bir berib, yeshimni uzartding. Yerimini issa, yerim o'lishi qolsa, sen aytgandek suv hayotliq belgisi. Suvning yerimini ichib yerimini qo'ygan bo'lsam, hayotimning yerimi qolgan bo'lar edi. Lekin idishdagi suvning hammasini tugal ichdim. Demak, hayotimni tugatdim, esan yaxshi qol. Aqlliq dono nima deydi, angla. Donolarning so'zini so'zning negizi deyish kerak. Tushida jamdagi suvning yerimini ichsa, hayotlikning yerimi tugidi, yerimi qarz qoldi. Agar suvni tugitib tugal ichsa, hayotlik tugidi, go'r qezildi degan so'z. Yuqori uchib osmonga ko'tarilishim, yeshil ko'kka o'rlab havoga singib ketishim, pok jinimning qepidan chiqib, yenib kelmas yerga uchib ketganligidir. Demak, Xudo tushimda menga belgi berdi. O'limga tayyorlanishim kerak, ay palvon. Bu tushning ta'biri ana shundoq. Menga boshqacha o'riding, ay qudratlik. Sen mening ko'nglimni yaxshi qilmoqchisan. Lekin o'lim hamon keldi. Dori darmoni yo'q. Endi qarab boq, ay dili zirak. Bo'z yerlarni o'lim o'ngtay-to'ngtay qilavatdi. Qanchilag'an qasr o'rda bezaklik saroylarni o'lim buzdi. Uningdan xarobalar qoldi, hayhot. Qanchilag'an mag'rur, jasur, buyuk baglarni o'lim yerga tiqdi, nazar sol, ay tirik. Qanchilag'an kuchlik bilaklar to'plagan dunyoni o'lim kelib chechivatdi, pak-pokiz tugatdi. İnsan tug'iladi, o'ladi. Bu hayron qolarliq emas. Hamma nafas og'uvchilar o'limga mahkumdir. Qara, ajablanarli shuki, o'lgichi vujud o'limini unutib, eg'iziga elibmi qo'ymadi. Bu g'ofil inson o'ladiganligini biladi-yu, lekin o'zidan g'aflat uyqusini neri qilmaydi. Qara, o'lim haqdir, uningdan kashkila bo'lmaydi. O'limdan keyin ahvolim qandoq bo'ladi ekan? G'amim shuki, ay ko'nglimdagi do'stim, o'limdan keyingi ishlarimga Tangrim rivoj bersin. Bariga qanoat qilib kun kechirdim. Rohat mushaqqatlar o'tib ketdi, kechilarim yo'ridi. Qo'limni qisqa tutdim, tovar dunyo yig'madim. Arzu havaslarga ko'ngil bermadim. O'z yuklarimni bugungi kunga atab saqladim. Barliq gunohlarimni yengillatishni tiladim. Bilim, pand, nasihat va tarbiya berguchi mehribon kishi nima deydi, angla. Bexud bo'lma, g'ayrat qil, yukingni yengillat. Yo'ling qildin nozukdir, o'zingni to'g'rila. Bugun yotma, amgak qil, ishingni rivojlantir. Tatqan mushaqqatlaringni ketar vaqtingda unut. Yana shundoq dedi. Ey chin mehribon qarindosh, men ketaman. Orqamdan sen kelasan, ey do'st. Sana bir necha eg'iz so'z qilay. Meningdan keyin sen uni unutma. Hayot vaqtimda o'zim sana mehribonlik qilay. Mendan keyin bu so'zim mehribon bo'lib qolsin.